Assalomu alaykum barchaga. Bugun bizada Oq chopon podkastining 2-soni. To'g'ri turmush tarzi, kuniga 10,000 qadam, chakmaslik, ichmaslik mana shu preventiv vrachning vazifasi. Vohma qiladi sizga. Voy deydi, O'zbekiston sani tovololmaydi deydi. U yoqqa jo'natadi. O'sha hind tanishim kelib, Baxtiyor, agar transplantatsiya keladigan bo'lsa, agar bemorlaring bo'lsa, bemalol menga aloqaga chiqqin. Nimaga tinchlikmi desam, tinchlik. Agar transplantatsiya narxi aytaylik $20,000 bo'ladigan bo'lsa, men senga o'sha narxni 10% ni beraman. To'g'risini endi aytish kerak-da, Baxtiyor bunaqa narsalar biznes meditsinada juda ham avjiga olib ketayotgan narsa. Buyuragimni sotib olaman, kontrakt to'layman degan sema bor. Buyurak necha pul o'zi? Buyurak berganam, buyurak olganam, vrach ham hamma shu narsada aralashgan hisoblanadi jinoiy ish. Kofeni men uchun effektiv faqat hojatga ko'p qatnatadi. Nimaga shunaqa bo'ladi? Doim kofe ichib yurishga o'rgangan bo'lsangiz, qancha kofe iching, u sizni uyg'otmaydi. Mana shu yerda hozir qaysidir kofe kompaniyani yoki kofeni reklamasi bo'lishi mumkin edi. Mana shu xavf turib qo'yamiz keyin sabab. Dunyoda aytgan bo'lsam, 15% odam surunkali buyrak kasalligi bilan kasallangan, lekin u haqida o'zi bilmaydi. Peshob ajratish o'zi normada qancha bo'lishi kerak yosh bolalarda? Именно MSKTning kontrasti buyrakni shikastlovchi modda bo'ladi-da. Bizda ham O'zbekistonda bor buyrak ko'chirib o'tkazish, даже jigar ko'chirib o'tkazish yosh bolalarda ham bor qilinadi va bizani vrachlarga ishoninglar, aytmoqchi bo'lganim, chopib ketavermanglar, Hindiston ekan, Turkiya ekanda. Yoshlarimiz ko'tarib yuborishadi tibbiyotimizni. Bu narsaga men chin dildan ishonaman. Assalomu alaykum barchaga. Bugun bizada Oq chopon podkastining 2-soni va bugungi bizning mehmonimiz Nodir opa Mirmaqsudova, kasblari nefrologlar. Nima degani nefrologiya? Nima degani? Nefrologiya degani buyrak bilan shug'ullanuvchi fan, buyraklarni o'rganuvchi fan va nefrolog vrach buyrakni davolovchi shifokor. Endi urolog bilan farqini deb aytishadi. Urolog bu xirurg vrach, ya'ni qayerdadir kesish kerak, toshini olish kerak, qanaqadir xirurgik muolaja talab etuvchi holatlar bo'lsa, buyrak bilan bog'liq. Bu urologga. Lekin xirurgik holatlarni talab etmaydigan, buyrakni to'qimasini, ichidagi hujayrasini kasalliklar bilan shug'ullanadigan fan bu nefrologiya va nefrolog vrach shu ko'pincha glomerulonefrit deyishsa qo'rqib ketishadi bizda. O sovet davridan glomerulonefrit deyishsa yomon qo'rqishadi-da. Ana shu kasalliklarni davolovchi vrach bu nefrolog vrach hisoblanadi. Ya'ni peshob hosil bo'lgungacha bo'lgan muammo bo'lsa nefrologga, peshob hosil bo'lib chiqib ketayotgandagi muammo bo'lsa urolog. Shunaqa. Peshob hosil bo'lguncha to'g'ri. Ishlab chiqarishda muammo bo'lsa, yaxshi opredjeleniya berdingiz, yaxshi. Nevrolog deb ham kelib qolishadimi o'ziga adashib ketib bemorlar? Necha marta kelishadi. U ham mayli, bemor adashsa mayli, registraturada qizlarim adashishadi. Tushunasizlarmi? Registraturada nevrolog qilib chiqarib yuborishadi. Qizlar deymi, nefrologman deb aytaman-da. Qilishadi. O'shaning uchun nevrolog emas, nefrolog. F-si bor. Nega aynan nefrologiya tanlagansiz? Nima turtki bo'lgan? Voy, to'g'risini aytaymi, bu вообще lekin takoyda, anaqa emas, bu anaqa istoriya emas-da, bu takoyda. To'g'risini aytsam, magistraturaga kirganmiz, endi 7 yil Sanpini o'qidim. Men anaqa studentka bo'lganman-da, o'qish kerak. Eng darsdan qochmaydigan, hamma yomon ko'radigan anaqalar bo'ladi. Shunaqasi bo'lganman. Или leksiyani shunaqa leksiyani oxirida savollar boshqa yo'qmasa men qo'limni cho'zib turardim, savol hamma mashina gapiryapti deyishardi. Shunaqa studentka bo'lganman. O'sha 7 yil o'qib, 3 yillik magistraturaga kirganimda shunaqa kitoblar bilan endi nimadirlar bilan bordim. Pediatriyaga kirganman-da, endi детский vrach bo'laman deb shu orzu, детский vrach, onamli детский vrach borsam, men kutgan narsani olmaganman, to'g'risi, magistraturadan. Вообще endi umuman totalniy разочарование bo'lganda menda. Shunda moderatorim bo'lardi. Moderatorim shunaqa domlaydi. Вообще yoqtirmasdim ham, urushib ham ko'rganman, hamma narsa bo'lgan ish qilib. Shundan qochib, оказывается, bitta shu nefrologiya, pediatriyaning ichida-ku endi bu. Pediatriyaning ichida, xuddi terapiya ichida nima bo'lsa, nefrologiya bor, gastroenterologiya bor, pulmonologiya bor.
o'shalardan bitta shu nefrologiyani bazasi boshqa joyda ekanda shu moderatorini ko'rmas ekanmanda man agar shu nefrologiyani shu deb nefrologiya bo'lib ketgan Qasr yomon odamdan qochib o'shaqa borib qolgan. Qoyil. bu realno manda shunaqa bo'lgan O'sha odam ko'rayotgan bo'lsa, hayolimga ham kelmaganman nefrolog bo'lishim kerakligi bitta shu baza nefrologiya bazasi boshqa klinikada bo'lgani uchun shundan qochib man nefrologiyadan qilaman deganman Agar o'sha inson bizani kuzatayotgan bo'lsa, iltimos kommentda yozib qoldiring. tabriklaymiz. Siz Hali ham borlar o'sha mutaxassis domla. mutaxassis yetishib chiqishiga sabab bo'lgan ekanlar. Mutaxassis chiqishlariga sababchi bo'lgan ekanlar. Odatda alam bizani kuchli qiladi deydi. Odatda alamdan ham o'qishadi. shunaqa Juda ham yaxshi. O'zi buyrak haqida gapni boshlaydigan bo'lsak, buyrak haqida eng ko'p tarqalgan gaplardan biri bu kecha konditsionerda qolib ketdim, buyragimni oldirib qo'ydim. Shamol tegdi, skvoznyakda yotuvdim, yer yuzida yotuvdim. Skvoznakda buyragim shamollatib qo'ydim. O'zi tashqi eksternal, ya'ni tashqi muhitdan kelayotgan sovuqlik, shamollar qanchalik o'zi tashqi muhitdan kelayotgan o'sha shamol, sovuq havo oqimi qanchalik shu buyrakka ta'sir ko'rsatadi, qanchalik shamollashiga olib keladi buyrakni. u narsa lekin mifda yo'q narsa deb o'ylayman emas bu narsa tasdiqlangan ma'lumot bitta mani fikrim emas demoqchimanda sovuqdan konditsionerdan buyraklarni shamollatib qo'ya olmaysizlar shamollatib qo'ysanglar ham agar sovuq переохлаждение bo'ladigan bo'lsa faqat o'sha mushaklarni tam nervlarni shamollatish mumkin lekin buyrakni emas buyrak u ichki a'zoda bu unaqa muzdekdan shamollab qolmaydigan a'zo u issiqqina o'zini joyida o'tiradi Tanadan chiqadigan issiqlik unga yetadi. unga yetarli biza masalan nega biza issiq qanaqa hisoblanamiz mлекопитающийlar issiq-ku anaqa sut emizuvchilar shunaqa Issiq jonzot. biza chunki o'sha sovuq bo'lib ketsa ham isib ketsa ham bir xil tana haroratini ushlab turuvchi jonzotlarga kiramizda o'shaning uchun buyraklarni shamollatib qo'ya olmaysizlar xavotir olmanglar shamollatsanglar mushaklarni yoki nervlarni shamollatib qo'yasizlar konditsionerdan ham Ya'ni shu buyragim shamolladi deganda ko'p ehtimol o'zi o'sha mushagini shamollatib qo'ygan bo'ladi, nervini. Qanaqa farqiga borsa bo'ladi shu odamni shunda? Mushagimi bu yo'q buyrakmi? Farqi qanaqa bo'ladi? Belgilarida. unaqa masalan balkim bir xil bo'lar og'riqlari bo'yicha chunki agar buyrak og'risa ham masalan agar buyrak qachon og'riydi o'zi ikkita holatlarda buyrak og'riydi tosh tiqilib qolsa yoki tuzla ko'chayotgan bo'lsa tosh ko'chayotgan bo'lsa o'sha holat va buyrakni o'sha kosa jonqisidan siydik chiqayotgan siydik yallig'lanib qolsa u yerda yiring hosil bo'lsagina og'riq beradi agar shunaqa yallig'lanish bo'ladigan bo'lsa u nima deydi anaqa og'riq bo'ladi o'tkir og'riq bo'lmaydi u tupoy og'riq deydi-ku sim qilib og'riq berib turaveradi mialgiyalarda ham shunaqa og'riq bo'ladi o'zi qanaqa qilib farqlash mumkin endi vrachga borsangiz vrach sizni palpatsiya qilib ko'radi birinchi o'sha позвоночниkingizni qilib ko'radi keyin o'sha pasternatskiy baribir bor simptomimizni o'sha buyragingizga qarab lokatsiyasi bo'yicha urib ko'radi uradi unda urib ko'radi joni og'rimaydimi bemor yo'q endi o'sha tuz ko'chish qanaqadir yallig'lanish jarayonlari bo'lsa og'riq beradi даже kichkina bola aytadi o'ng buyragi chap buyragini mana shunaqa urib ko'rsangiz u anaqasini qilib bera oladida lokatsiyasini tanlab chap buyragim ko'proq og'ridi yo o'ng buyragim umuman og'rimaydi ish qilib u buyrakka ko'proq taalluqli bo'ladi agar mushak bo'lsa u hamma joyda his qiladi u og'riqni hamma joyda emas mana o'sha tarafida bo'lsa o'sha tarafida ham his qiladi lekin buyrakchalik imенно urgandagi og'riq bo'lmaydi doim saqlanib turadi u og'riq yuzaki bo'lsa demak u doimiyroq bo'ladi yuzaki уже masalan kichkina bola ham sezadida o'sha palpatsiya qilganingizdagi og'riq buyrakda bo'lmaydi u narsada keyin uzi eng anaqa yo'li men o'ylayman odam o'ziga ham subyektivnida bu fikr baribir ham o'shaning uchun uzi qildirib ko'rish kerak и bitta umumiy CD tahlili topshirish kerak shu tikab eshitganman buyrak og'rig'i dunyodagi eng kuchli og'riqlardan deyishadi bu даже tug'ishli og'rig'idan ham kuchli deyishadida shu tosh tiqilib qolgani buyrak ishib ketgani anaqaga devorga chiqib ketadi og'rig'idan deyishadiyu u haqiqatdan shunaqa chunki tosh tiqilib qolgan mana siydik nayi mana buyraklar to'g'rimi ikkita buyrak siydik nayi bo'yicha tushadi to'g'rimi o'sha siydik nayi ruchka boru sharikovый ruchkani pastasida qalinligi 5 millimetr shunaqa bo'ladida o'zi to'g'ri kengayishi mumkin ozgina 5-9 millimetr bo'lib nima diametri shunaqa endi o'sha joydan tosh tushsa juda qattiq og'riq beradi ham toshni o'zi og'riq beradi chunki qirib o'sha slizistiylarni qiradi ham o'tdan kelayotgan siydik chiqolmaydi-ku chiqolmagan siydik tiqiladida xuddi shlankani
bosib qisib qo'yganga o'xshab, o'sha og'riq juda ham qattiq og'riq beradi. Bu haqiqatdan bu narsa. Hamma narsa qilib ko'rishadi u og'riqni ketkazish uchun. Lekin tosh tushgandan keyin nima deydi, xuddi bir tug'ganda ayol yengillashadi-da u odam hamchi. Ya'ni erkaklar ham shu tug'ruq og'rig'ini his qilib ko'rsa bo'lar ekan agar pochkasida tosh tursa. Qanaqa qilib solishtirsa bo'ladi uni bilmayman-u, lekin haqiqatdan kuchli. Men o'zim endi unaqa bo'lmaganman, ko'rganman qanaqa og'riq bezovta qilayotganini-da. Og'riq qoldiruvchilardan ham ketmaydi u og'riq. Qiyin. Yana og'riq kuchliligidan odamlar ko'ynagini qusvoradi deyishadi. Shu gap ham rostmi? Bu juda ham to'g'ri narsa. Men nima aytib o'tmoqchiman? Masalan, bolalarda ko'pincha qusish bilan namoyon bo'ladi bu narsa. Tosh tiqilib qolishi yoki oddiy siydik yo'l infeksiya ham qusish bilan namoyon bo'ladi. Qusish qorin og'rig'i bo'ladi ularda. Qorin og'rig'i, qusish bo'lyaptimi? Agar kichkina bolacha bo'lsa ham, o'g'il bolami, qiz bolami, to'g'ri ko'proq qizlarda uchraydi bunaqa narsalar. Tosh emas, siydik yo'l infeksiyasi. Qusish, qorin og'rig'i bo'lsa har doim ham ichak bilan yoki oshqozon bilan bog'laverish kerak emas. Bu imенно siydik yo'l infeksiyasi ham bo'lishi mumkin-da. Hozir mana shu siydik yo'l infeksiya deganingizga qizlarda ko'proq uchraydi-ku, bitta mifmi yoki bu mif emasmi aytaman. Odamlar orasida gap bor, ayollarda ko'p sistit bo'ladi. Ya'ni qizlar turmushga chiqqanda sistit bo'ladi. Hammada demak sistit bo'ladi. Keyin aytishadi u erina yo'qdi deyishadi. Shu rostdan bor gapmi shu? Ha, erini ham davolashadi, borib ginekologga borishadi qizlar. U qizlar ani ichadi, antibiotik ichadi, eriga ham antibiotik berishadi. Shu bor gapmi shu? Bu narsa imенно anaqa turmushga chiqqandan keyin bo'ladigan sistit bor narsa. Chunki shu paytgacha ham u ayol unaqa endi turmushga chiqib unaqa hayotda bo'lmagan-ku. O'shaning uchun u narsa bor narsa, haqiqatan ham sistit bo'lishi mumkin. Chunki erkak kishining florasi bo'ladi o'ziga yarasha, ayol kishining o'zining florasi bo'ladi. O'sha ichagida, umuman terisida hamma florasi, hammaning o'ziga yarasha florasi bor-da. Flora bu bakteriya. Bizani o'zimizni yaxshi o'zimizga ko'nikkan bakteriyalarimiz, lekin sizniki masalan ayolingizniki bilan hali notanishda, ular ham bir-biri bilan tanishadi. O'sha paytda sistit bo'lishi mumkin, bu narsa bor narsa. Lekin u o'tib ketadigan holat. Bu narsa qanaqadir asoratlarga olib kelmaydi hech qanaqasiga. Lecheniya qiladi, to'g'ri o'tib ketadi, hech narsa qilmaydi. Keyin уже bir-biri bilan tanishib olgandan keyin bo'ldi. Svoyskiy bo'lib ketadi. To'g'risida. Shunaqa. Даже hattoki bilasizmi, tug'ilgan bolacha, masalan, endi chaqaloq tug'ildi. Tug'ilgandan keyin onasini qorniga bekorga qo'yishmaydi-ku. Absemeneniya deydi bu narsani. O'sha onasini bakteriyalarini o'ziga yopishtirib olishi uchun qo'yiladi. Bu narsa bilasizlarmi, nima deydi, SSR paytida u narsa bo'lmagan. SSR paytida bola tug'ilgan, sterilni qilib bitta kabinetdagi qo'yib qo'ygan hamma bolalarni alohida emizishga olib kelishgan. O'sha onaga o'sha yo'q, emizishga ham olib kelmagan, adashmaymanmi? Sutlar onalardan yig'ilib anaqa pasterizatsiya nima deyilardi, dezinfeksiya qilingan, keyin dezinfeksiya qilingan butilkalarda hamma bolachalarga berilgan. Bitta medistra 5ta bolachani onasiga ko'rsatishga faqat olib kelgan. Lekin SSR paytida bilasizlarmi, o'lim, tug'ilgan chaqaloqlarning o'limi juda ham katta bo'lgan foizi. Lekin bu narsani yo'qolgandan keyin bizga voz kirib kelib mustaqillikka erishganimizdan keyin o'sha butun jahondagi standartlar bo'yicha ishlaganimizdan keyin o'sha onani qorniga qo'yish, bu narsalar o'sha imенно chaqaloqlarning o'limi hozir ya'ni tirik chiqishi raddomdan 99,5%. Ya'ni deyarli hamma tug'ilgan bola bizda tirik chiqadi degani. Shunaqami, atrofga qarasa hech kimni bolasi kamdan kam holatda. Lekin SSRda bunaqa bo'lmagan. U narsa juda ham yuqori bo'lgan. 30% gacha bolami shunaqa bo'lgan. Shunchalikka yuqori bo'lgan. Hammamizda bo'lsa kerak. Chunki u narsa noto'g'ri demoqchiman. Sterilni odam yo'q demoqchiman-da. O'sha tug'ilgan chaqaloqni aytsak, uyida agar faqat eri xotin bo'lsa, u chaqaloq bemalol o'sha ular cho'milayotgan vannada cho'milaveradi. Chunki ota-onasini bakteriyalar bilan tanishib olish kerak. O'sha siz aytgan o'sha turmushga chiqqandagi sistit holati shunaqa narsa. Faqat o'sha bakteriyalar bir-biri bilan tanishib olmaguncha shunaqa bo'lib turadi. Bakteriyalar tanish kerak, bir-biriga ko'ngil qo'yish kerak bo'ladi. Yulduzga to'g'ri kelmaydi, o'z bakteriyasi bir-biriga to'g'ri kelishi kerak. Yaqinda самый важный aspekt edi. Yaqinda qarindoshlarimiz bilan yig'ilganimizda shunaqa suhbat bo'ldi. O'zim mendan so'rashdi, qizingni qayerga cho'miltirasan deganda, men aytdim, qizimni oddiy o'zimiz cho'miladigan vannada suv to'ldirib, o'zimizni vannamizda cho'miltiramiz desam, voy, unaqa qilmagan. Bu qancha bakteriyalar bor naryoqda, hamma kiradi vannaga, mumkin emas, u uchun alohida tog'ora olib, o'sha tog'orada cho'miltirish kerak deganda, o'sha paytda shularga o'sha narsani tushuntirib berishga men ham harakat qilgandim. O'sha mikroflora, bakteriya bilan baribir tashqi muhit bilan bog'liq bo'ladi, farzand baribir o'shana holatda baribir bu plyus bo'lsa plyus, lekin minus emas. Lekin kichkina qizlarga keladigan bo'lsak, to'g'ri, ular sistit ko'proq bo'ladi.
bu nima uchun? Chista anatomический joylar xususiyati uchunda. То есть ularda nima deydi, anaqadan orqa peshobdan oldi peshobga infeksiya o'tib qolish xavfi kuchliroq bo'lgani uchun. Shuning uchun qizlarni to'g'ri tahorat oldirish kerak. Mana shu narsani aytib o'tib ketdik. Bizda qiz tahorat oldirib yurishadi. Bizda juda ham hozir masalan bizani o'zimizni dinimiz tomonidan ham tahorat oldirish nima deydi, juda ham chiroyli kiritilgan narsa-da. Men masalan bu narsani juda ham hurmat qilaman. Lekin qizlarimizni o'rgatishimiz kerak. Bu narsa uyatli narsa emas. Onalar o'rgatish kerak, что qizlarni har doim oldidan orqaga suv oqish kerak-da. Oqar suvda yuvish kerak. Vannochka qilib o'tkazib qo'ymanglar. U narsalar noto'g'ri. Faqat oqar suvda oldidan orqaga qarab, oldi peshobdan orqaga qarab yuvish kerak. Bu narsa katta ahamiyatga ega. Bizda bu qizlar o'rgatilmasa, ular o'zi bilganicha qiladi va teskari qilib qo'ygandan keyin bechoralar sistitdan qiynalaveradi-da. Sistitni chaqiruvchi o'zi 3-4 ta bakteriya bor. O'shalarni deyarli hammasi ichakdagi обычный o'zimizning mikrofloramiz. Например, o'sha Escherichia coli 90% holatlarda Escherichia coli o'zidan o'zi yuqtiradi. O'zidan o'zi. Ichagimizda u bakteriyalarimiz normal, ular bizga yordam beradi, tam hazm qilishga, boshqa qilishga, lekin siydik yo'liga tushib qolish kerak emas. Ichakdan siydik yo'liga tushib qolsa, o'g'il bolalarda siydik yo'li uzun bo'lgani uchun ularga ta'siri yo'q. Oralig'ida anaqa yo'q-da. Masofa ham anatomik o'sha narsa. Nima deydi? Xavf yo'q-da. Mana shunaqa onalar yo ota-onalar kimga, qaysi mutaxassisga murojaat qilish kerak? Bolasi qizida sistit bo'lib qolsa, kichkina qizlar. O'zi sistitlar bilan ko'proq urologlar shug'ullanadi. No, endi bizda qiz bola bu deyshadi. Men hech ham mendan so'rashadi-da, urolog qiz bola urolog yo'qmi deyshadi vrachda. Unaqa yo'q, men tanimayman, to'g'risi. Agar tanisam, urolog qizlar bo'lsa, urolog ayollar bo'lsa, kommentariyaga yozib yuboringlar, sizlarga referensiya qilamiz. Chunki anaqa emas, men urolog детский особенно, детский urolog ayol kishi bo'lganlarni bilmayman. O'shaning uchun nefrolog ham davolab beraveradi, xavotir olmanglar. Shu bizda bor-da, urolog faqat erkaklarni davolaydigan degan anaqa qolgan. Shuncha bor. Yo'q, unaqa emas. Sistitlarni, masalan, o'sha sistit ham har xil tug'ma nuqsonlar nuqson bo'lgan bu bolalarda ham bo'laveradi. Bu yurak og'rimaydigan o'zi a'zo. Aytdim-ku, o'sha ikkita narsada og'riydi, boshqa payt og'rimaydi-da. Lekin o'sha bolachani bezovta qilyapti sistit, tez issig'i chiqadi, sababi yo'q, issig'i chiqib turadi, siydigida doim leykositlar ko'p bo'ladi, infeksiya chiqaveradi, u bolani обязательно tekshirish kerak. Urolog sizlarni vrachinglar, o'shaning uchun faqat urolog o'g'il bolani vrachi degani emas, urolog qizlarni ham tekshiradi, qizlarda ham shunaqa nuqsonli bo'lishi mumkin, o'sha siydik yo'llarida nuqson bo'lishi mumkin, refluks degan kasallik bor, обратный narsa chiqib ketishi, o'sha narsalar to'g'rilanmasa, u buyrakni qurishigacha ham olib keladigan holatlar bo'lishi mumkin. Siydik shamollasa, siydikda ko'piklar ko'payib ketadi deyshadi, shu bor gapmi? Ko'pik nima degani bu? Manda buvim 80 nechiga kirdilar. Buvim почти 90 ga chiqdilar-da. Oldin bizda sutlar qaynatilardi, sigir suti sotib olinardi, sut qaynatilardi-da. Shopirib qaynatgan, ko'pirsin derdilar-da. Ko'pirganda oqsil anaqa bo'ladi. Buvimlar o'zi ximiklar-da, irrigatsioniyda dars bergan, anaqa dotsent hisoblanadilar. Aytardilar, aminokislotadan-ku har bitta oqsil. Aminokislota cho'ziladi-da, shunday deydilar, cho'zilganda yaxshi bo'ladi. Menga shunaqa tushuntirardilar. O'sha siydikda ham ko'pirganda shuni esimga keladi. Shu sutni shopirgan ko'pirgani oqsil chiqyapti degan. Oqsil ko'piradi. Bu yaxshi narsa emas, to'g'ri. Siydikdan oqsil chiqishini обязательно tekshirtirish kerak. Oqsil ko'p chiqyaptimi? Bu yaxshi narsa emas. Bu qanaqadir buyrakni tagida yotgan nefrit kasali bo'lishi mumkin. Urolog emas. Bunga siydik ko'piryapti va siydikda oqsil chiqyaptimi? Demak, sizlarning vrachinglar nefrolog bo'ladi. Shunaqa. Bunaqa holatda boshqa urologlar nima qilishadi? Ular urologga borishsa, shunaqa holatda 100% holatda ishonchim komil kanifron yozib berishadi. Voy. Kanifron. Hozir kanifron manchi rostdan. Kanifron yozib berishadi. Agar tosh bo'ladigan bo'lsa ham kanifron yozib berishadi. Pielonefrit bo'lsa ham kanifron yozib berishadi. Ya'ni urologlarni nomer kanifron dori eshitmaganmisiz? Bu kanifron. Birinchi marta odam ko'ryapman kanifron haqida eshitmagan. Kanifron deyilganda N deyilganda. Kanifron вообще to'g'risi bilmayman. Men juda ham kurashaman deb bunaqa narsalar bilanchi. Вообще bir tiyinlik foydasi yo'q dorida. Befoyda. Kanifron qanaqa dori? Foyda ham qilmaydi, to'g'ri zarar ham qilmasa kerak endi. Ну, просто так лишний dori ichish uchun pul to'lab aptekaga borishni endi bilaman. Bu qanaqa umuman mantiqqa to'g'ri kelmaydigan narsa-da, просто isbotlanmagan, dalili yo'q. Просто aptekada biznes uchun sotiladigan dori. Iltimos kanifron bilan nimadirni davolab qo'yaman deb o'ylamanglar. Hech narsani davolamaysizlar kanifron bilan. Kanifron ish qilib cho'mni qilib ketmasa bo'ldi dori.
uni tarkibi O'tlardan aytadi qilingan. o't o'lanlardan tayyorlangan dori Tabiiy. deyishadi, tabiiy dori deyishadi, из растительных трав deyishadi. Urologlar juda ham yaxshi ko'rishadi kaniferonni nimagadir kuniga 3 mahal ikkitadan iching deb buyurishadi. Tabiiy bir narsa bormi? Pochkani yaxshi ishlashiga, ko'z ishlashi uchun markov nima sabzi bering deyishadi, suvi yaxshi bo'lishi uchun sut iching deyishadi. Buyragi nima? Sinov bo'lgani uchun shunaqa deyishadi. Karatinmi? Karatin o'shalar Buyragida bo'lgani uchun. shunaqa mahsulot bormi? Yesa buyrak yaxshi ishlaydi. Yo'q. Yo'q-da, bo'lganda hamma shuni yeb tuzalib ketmasmidi deyman-da. O'xshatishlar borki, qaysidir meva adashmasam buyrakka o'xshaydi-da shakli. Ha, u narsada. Loviya. Loviya yesa shu buyrakka yaxshi, rostdan buyrak funksiyasiga yaxshi degan narsa u qanchalik korrelyatsiya? Yo'q, dalillarga asoslanmagan. Balkim bordir, balkim bizda masalan bilmagan narsalar bordir. Masalan-da, lekin hali unaqa dalil yo'q, что mana shu shaklini eslatyapti, demak o'sha narsa shunga foyda degan narsa. Yo'q, unaqa deb aytolmayman. Anaqa nima edi? Cranberry juice deyiladi. O'zbekcha nima? O'sha foydasi bormi? Shu qizil meva va adashmasam qizil miya emasmi o'sha? Qizil meva edi adashmasam, ili maymunjon. Maymunjonmi? Ana rus tilida u anaqa klukva. Rus tilida, lekin cranberry juice unda haqiqatan evidence based statyalar bor. Может быть, они чуть-чуть weak, ya'ni slabiyroq. Именно maqolalar, lekin bor narsa bu narsa. Что cranberry juice именно ayollarni sistitida yordam beradi degan bir ikkita statyalar ko'zimga tushgan. Klukvani yomon emas, normalniy statyalar bo'lgan. Klukvinniy sok deyshadi. Qanaqadir evidence based nimasi bor. Bir ikkita statyalar ko'rganman, что rostdan ham yordam beradi. Bitta shu klukvani agar aytmasak, u ham bo'lsa ayollarda. O'sha nima aytman, lekin kanifronda klukva emas, menimcha sostavi. Bilaman bitta dorini nefraton kits degan dori bor. Uni ichida klukva bor sostavida, to'g'ri. Nefraton, nefraket shunga o'xshash dorilar. Klukvani endi bilmayman, lekin o'sha klukvani men o'ylaymanda dori sifatida emas, o'sha klukvani haqiqiy klukvani sotib olib, o'sha cranberry sotiladi makroma anaqalarda, korzinkalarda. Shundan damlama qilib ichinglar. Juda bo'lmasa, masalan, shu klukvani ichaman desanglar, agar atak kanifron alohida bitta tabletkani olib yutishni umuman foydasi yo'q. Qilmanglar unaqa ishlarni. O'zim men oldin har doim savol kelardi bolaligimda. Balkim ba'zilar bilmas, suv ichamiz. Suv ichganda suv ichsak sразу suv pochkaga borib siydikka aylanadimi yoki u qanaqa siydikka aylanadi suv ichayotgan? Hech qachon unaqa bo'lmaydi lekin. Shu uchun tushuntirib bering, hamma bilmirkan-da bu narsani. Masalan, qanaqa qilib suv ichayotgan suvimiz siydikka aylanadi. To'g'ri pochkaga boradimi, buyrakka boradimi yoki boshqa joyga boradimi? Ketadi-ku, turib ichsang deydi, masalan, primoy boradi, tezroq sendan suv chiqib ketadi. O'tirib ichding. Tezroq o'tirib ichsang deydi, u deydi, hamma yoqqa surilib bo'lib, undan keyin chiqib ketadi. Ya'ni turib ichsang tezroq borasan hojatga, o'tirib ichadigan bo'lsang hojatga chiqishing kamayadi. Ya'ni tez bormaysan degan ma'noda. Umuman unga aloqasi bo'lmasa kerak. Umuman turib ichdinglarmi, o'tirib ichdinglarmi, unga aloqasi yo'q. Baribir o'sha suvinglar organizminglarni, o'sha buyrakinglarni ishlashiga qarab, umuman olganda organizminglarni modda almashinuvi qanchalik tez kam bo'lishiga qarab tezroq yo sekinroq chiqib ketishi mumkin. To'g'ri, lekin ko'p suv ichsa tez qatnaydi odam. Suv ichishiga bu balansda ushlab turish. O'tirib yoki tika turib ichish bilan turishinglar, o'tirishinglarga farqi yo'q bu narsani. Yo'q, umuman farqi yo'q. Odatda turib ichganda odatda shoshib ichadi. Shuning uchun kattalarimiz aytishadi, o'tirib ichgan shoshmasdan tiqilib qolmaydi. Ha, bu bizada o'zi anaqamizda, urflarimizda ham bor. Shoshmasdan o'tirib ovqatlanish, ichish, o'sha suvni ham turib ichsa odatda tiqilib qoladi odam. O'zimni ham ko'p sinaganman, turib ichganda lekin tezroq chiqib ketishiga aloqasi yo'q. Baribir oshqozon ichak tizimiga tushadi u suv. Oshqozon ichak tizimida so'rilgan qonga so'riladi. O'sha qonga so'rilgandan keyingina qondagi o'sha vazifalarni bajargandan keyingina o'zi buyrakda suv siydikka aylanmaydi o'zi. Qon siydikka aylanadi o'zi. Qonga so'rilib suv o'zini vazifasini bajaraveradi. Siydik bilan anaqasi yo'q, как бы unaqa bizda emas. Ya'ni to'g'ridan to'g'ri siydikka aylanmaydi. Yo'q, to'g'ridan to'g'ri aylanmaydi. Unda suvni vazifasi nima bo'ladi unda? Shunday chiqib ketaversa deymanda. Unaqa narsa yo'q. Qon u siydikka aylanadi. O'sha qon siydikka aylanganda o'sha buyrak nima deydi, nimasi bilan nima deydi, zo'r a'zoda buyrakchi. Nima deydi? Mo'jizaviyda a'zoda o'sha qonni o'sha yerdagi hujayrachalar kerakligini olib qoladi-da qonda. Men har doim mana buyraknichi anaqaga o'xshatsa bo'ladi. Elakka o'xshatsa bo'ladi. Siz unni elaysiz-ku, buyrak xuddi shunaqa qonni elaydi-da, filtrdan o'tkazadi degani-da. O'sha filtr elakni buyrak deb
tasavvur qilsak, qonni elaganingizda, unni elaganingizda buyrak qonni elab beradi. Pastga tushib ketgani o'sha keraksiz narsalari, o'sha mana deymizda toksinlar, kreatinin, mochevina, o'shani keraksiz narsalarni sidik qilib chiqarib yuboradi. Lekin kerakli bo'lgan bizga oqsil, qon hujayralari, yana umuman olganda organizmga nima kerakli bo'lsa, o'sha elakni ustida qoladi. U o'sha qonni ichida aylanib yana obratno ketaveradi-da orqaga. Keraksizini shunaqa qilib chiqarsa bo'ladi. Oddiy tilda tushuntirganda juda ham mana shu elak nima qiladi? To'g'ri keladi. Men bitta savol so'ragim kelardi, nefrologdan so'raydigan savol. Masalan, men kofe ichaman. Hamma kofe ichsang uyg'onasan, produksioniy bo'lasan, sal uyg'onasan deyishadi. Menga nimaga deycham kofe foyda bermaydi. Nuqul men kofe ichsam, faqat effektini men tualetda sezaman, hojatga tez qatnatib qo'yadi. Shunaqa. Kofeni men uchun effekti faqat hojatga ko'p qatnatadi. Nimaga shunaqa bo'ladi? Nima aloqasi bor kofe bilan hojatga chiqishi pochkani? Sediruvchi effekti bor, rostdan ham kofeinda shunaqa effekti bor. Nima deydi, anaqani именно qanaqa mexanizmda ishlaydi kofein, to'g'risi uni bilmayman, lekin bu sediruvchi effekti bor o'sha kofeinni. O'sha hisobiga как diuretik ketadi-da u narsa. Adashmasam, kofein vazopressinni bloklaydi. Ya'ni pituitary gland bor bizada, gipotalamus tagidagi bez bor, gipofiz. Gipofizda orqa dolyasidan antidiuretik gormon chiqaradi, ya'ni u siyishga qarshi gormon hisoblanadi. O'shani bloklagandan keyin siyishga qarshi gormon ishlay olmay qoladi-da, odam ko'p siyadigan bo'ladi. ADH blocker. Xuddi alkogol, kofein ikkalasi ham ADHni bloklaydi. Shuning uchun alkogoldan keyin va kofedan keyin odam tez qatnaydigan bo'lib qoladi. Uni bilmas ekanman, mana sizdan eshitdim uni. Lekin diuretik effekti bor. O'shandan keyin o'zi kofeni anaqada olib kelishsa ham suv bilan olib keladi. Tipa o'sha suvni yo'qotgan suvini to'ldirgin deb olib keladi. Ya'ni kofe ichsa odam suv chanqog'i bosilmaydi, naborot ko'payadi chanqog'i. Shunaqami shunday? Lekin bu degan kofe yomon degani emas. Kofe juda ham yaxshi, например. Masalan, men o'ylamayman, hozirgi mana yangi qilinayotgan dalillarga asoslangan tadqiqotlarga qaraganda kofe juda ham yaxshi narsa. Kofeni zarari, bizada zarar uradi, kofe ichma deyishadi. Zarari bitta shu narsa, normadan oshirib yuborsanglar, takikardiya ozgina chaqirishi mumkin. Может быть endi yoki o'sha tremor beradi ozgina, chunki qaltiroq. O'sha qo'llar qaltirashi juda ko'payib ketsagina, atak u narsani ziyoni yo'q deganida u narsa. Qancha ichsam shunaqa yomon effektlar seziladi, me'yor. O'zi 4 чашки в день deb eshitganman maksimum. Вот. Menimcha 400 milligramga to'g'ri kelib qolsa kerak, 100 milligramdan. Menimcha shunaqa. Lekin men o'zimda ham sezaman. O'sha 5-chashkada menda boshlanadi. Sekin qo'l titrash, yuragim tez urayotganini sezaman. Men o'zimda, lekin shunaqa, balkim слишком sezgirdirman. O'zim ham kofemanman, kofeni rosa yaxshi ko'raman. Kofe ziyon emas, kofedan qo'rqmaylik. To'g'ri, yosh bolalarga, to'g'ri 12 yoshgacha o'tishib bermagan yaxshi. Потому что hali bilmaymiz, yurak faoliyati boshqasi. Lekin katta odam bo'lsanglar, mazza qilib kofeni naslаждаться qilinglar ichib deydi. Kofeni aytishadi, vitaminlarni yuvib ketadi, vitaminlaring qolmaydi. Bu narsa qanchalik haqiqat? Haqiqat deb o'ylamayman. Kofe hech qanaqa vitaminni bog'lab chiqib ketmaydi. To'g'ri, shunaqa dorilar yoki antibiotiklar bor. Naborot, o'sha vitaminlar bo'lganini hisobiga ular ishlamasligi mumkin-da. Lekin kofening unaqa xususiyati yo'q. Kofe unaqa qilmaydi. Naborot, kishashniklarning yaxshi ishlashiga yordam beradi. Mana shu yerda hozir qaysidir kofe kompaniyani yoki kofeni reklamasi bo'lishi mumkin edi. Mashaq olib qo'yamiz keyin sabab. Kofeni reklamasi. Zo'r qo'yib qo'ysang ham bo'ladi, mana yoqqa krujkasini o'zi kofe damlamoqchi edim men, boya hayolim keluvdi. Kofe ichganda odamlar yaxshiroq gaplashadi. Issiq choy hozir bo'tda sovimiz turibdi. Agar kofe bo'lganda yana ham dildan suhbat bo'lardi. To'g'ri, lekin issiq choy ichganda suhbatlar yaxshi ochilardi. Biznesmenlar bor-ku, o'sha biznesmenlar bekorga shunaqa narsalarni qilmas ekan. Yaxshi kofe qo'yishadi, yaxshi nima qilish, o'sha yerdagi o'sha partnyor bilan yaxshi suhbat, qanchalik iliq o'tsa o'sha suhbat, shunchalik ularning dogovorlari, har xil anaqalari ishi yurishib ketadi, ish qilib ham yoqadi odamlarga kofe. Keyin sal kofe qo'yib qo'yamiz. Hamkorlar bo'lsa kommentariyaga yozinglar. Bemalol aroqaga chiqinglar. Bo'sh slot bor. Hop, keyingisi to'xtaladigan narsa, kofe haqida ham bitta narsani yaqinda o'qib qoldim. Bu narsa juda ham qiziq ekan. Ya'ni kofe ichamiz-ku, charchagan holatda kofe ichish baribir befoyda ekan. Masalan, odam charchab ketdi, masalan, soat 10-11 kechasi bo'lib ketdi. Ish ko'p, ertaga ekzameni bor. Masalan, math studentlarda juda ham ko'p, tibbiyot talabalarida biz ham shunaqa qilganmiz. Charchagan holatda kofe ichish bizni yana ham uyg'otmaydi. Nimaga? Chunki bizada energiya manbai hisoblangan ATF bor-ku.
ATF bu parchalangandan keyin, ya'ni ishlaysiz, o'qiysiz, ATF parchalanadi, o'zidan adenozin chiqaradi. Bu adenozin o'sha nerv retseptorlariga borib yopishib qolar ekanda. Uni ketkazishda bitta yo'li bu uxlash. Ya'ni uxlash bilan adenozinni biz bo'shatamiz. Uxlaganda miya yuviladi deyshadi, u haqiqatda yuviladi, nima yuviladi, tom ma'noda adenozinlardan yuviladi, yuviladi. O'shaning uchun iloji bo'lsa aytadi-ku, kofe ichgandan keyin uxlash mumkin emas. Nabarot, obeddan keyin bitta kofe chashka ichib 20 minut uxlab olish o'sha adenozinlarni yuvib tashlar ekanda, kofedagi kofein o'sha nerv hujayralariga o'tirar ekan. Undan keyin o'rniga o'tiradi. Undan keyin yana ham effektiv ishlaydi. Uyquni yaxshilash uchun bitta kofe ichib keyin uxlash kerak. Uyquni yaxshilash uchun shunaqa uxlashinglar agar. Nima uxlayveraman lekin. Agar uxlasanglar-da. Uxlayveraman, bir xil uxlamayman. Qanday o'sha Italiyaga borganimizda italyanetslar, оказывается, 12 gacha sutli kofe ichishadi-ku bizada. O'sha sutga aralashtirilgan kofeni 12 gacha ham ichar ekan ular. 12 dan keyin hech kim sutga aralashtirilgan kofe ichmas ekan. Endi ularning bu traditsiyasida. Umuman olganda ular sutli kofe ichishni anaqa qilmas ekanda, unaqa to'g'ri deb bilishmas ekan. Ularda kofeni o'sha kichkina espresso deymiz biz, kichkina one shot deydi, bittada ko'tarar ekan. Bittada, bo'ldi, shu bilan anaqa qilar ekan. O'sha effekt berar ekan. O'sha kofeni nimasiga. Endi ularning aytishi bo'yicha qanchalik bu ilmiy asosga ega bilmayman, lekin kofe Italiyada shunaqa ichilar ekan. Menga juda ham qiziq tuyuldi. Keyin Angliyada bo'lganda ularni cortado degan varianti bor ekan, kofeni damlashmi? Cortadomi? Shunaqa anaqada ham bor. Costa Coffe'da ham corta degani bor. U anaqa kuchli, ya'ni anaqa damlangan. O'tda o'sha damlamasi juda ham kuchli qilingan, o'sha cortado deb aytar ekan. O'sha narsani yaxshi ko'rishar ekan ular shuni. Imенно shu effektivnosti bo'lishini. Lekin kofe har doim ichib yursangiz rezistentность bo'ladi, bilasizmi kofega? O'rganib qolish. Ya'ni kim masalan siz doim kofemansiz, lekin masalan ertaga qanaqadir важный событиянgiz bor, uxlamasligingiz kerak-da. Agar o'sha важный событиянgizni oldida doim kofe ichib yurishga o'rgangan bo'lsangiz, qancha kofe iching, u sizni uyg'otmaydi. Chunki u narsaga o'sha organizm o'rgangan bo'ladi. Xuddi narkotik emas u. No, bu narsani agar effektini yo'qotmoqchi bo'lsangiz, kofe free periodlar qilishingiz kerak. Ya'ni masalan 1 oy, 2 oy o'sha kofeni ichmasdan, keyin bittada o'sha kofeni ichsangiz, wow bo'ladi, shunaqa bo'ladi. Damab turish kerak kofedan. Kofe tishni rangini o'zgartiradi. Bu bor narsa, haqiqatdan bor narsa, tish sarg'aytiradi kofe. Endi prosta o'zini rangi hisobiga. Endi shunaqa gollivudskiy zvizdalar qasdi trubочкаdan ichar ekan, чтобы не pортить. Kofeni oldiga suv qo'yish sababi ham shu edi, boya shu sabablardan bittasi. Suv birinchi kofe ichadi, keyin suv bilan tishini chayib yuborishadi. Onalarda eng ko'p muammo ota-onalarda bola tarbiya qilayotganda eng asosiy shu 1-2-3 oylarda eng ko'p muammo shu pampersida bo'ladi. Pampersni ochib qarashadi, u ne to, bu yoqmayapti. O'sha siz nefrologsiz, u peshob ajratish o'zi normada qancha bo'lishi kerak yosh bolalarda, kichkina bolalarda? Necha marta almashtirish norma? Chaqaloq bo'lsa o'zi har emgandan keyin seyish kerak. Chaqaloqlar o'zi shunaqa har emgandan keyin o'zi ichi ham shunaqa keladi, seyishi ham shunaqa bo'ladi. Endi 6-8 marta deb norma deyiladi chaqaloqlar uchun. Lekin agar masalan deylikda 6-8 marta siymayapti, undan kamayib qoldi seyishi. Ko'pincha yoz oilada kelasizlar, onalar, bolam siymayapti deysizlar, lekin bolanglar umuman olganda hammasi joy-joyida bo'ladi. Siygan bo'ladi u bola 12 soat oldin yo 6 soat oldin siygan bo'ladi. Siydigi to'g'ri quyuqroq bo'lishi mumkin. Yozda ko'p terlaydi bilasizlar. U terlagan bola siymasligi ham mumkin-da. Agar bolani umumiy holati yaxshi, boshqa tomondan shikoyati bo'lmasa va o'sha siyyapti, lekin sal kamaygan bo'lsa, bu xavotirli narsa emas. Unaqa xavotir olib, siymay qo'ydi, buyrak отказ beryapti degan vohma bilan kelishadi-da. Unaqa vohma qiladigan holat emas. Suv ko'proq beringlar. Agar emizuvli bola bo'lsa, ko'proq emizinglar. O'shanga qarab nima qiladi? Keyin ichib ketgan bolalarda ham siyish kamayib qoladi, chunki suvsizlanadi u bola. Suvsizlangan bolani, конечно, siyish kamayadi. Agar mabodo buyrak отказ qildi deylikda, masalan, qilayotgan bo'lsa, bu обязательно siymayaptimi, shishadi u bola. Ya'ni shish beradi, qovoqlari shishib ketadi. Umuman olganda hamma yog'ida shishib bo'ladi-da, siymay qo'ysa agar buyrak отказ qilganini shunaqa bilinadi. Shunaqa holatlar ham bor, lekin nima deydi, shishmasdan ham kuzatiladigan. Agar bola masalan 24 soat sutkada umuman siymadi, injiqlik bo'lyaptimi, uxlamayapti, boshqa bo'lyapti, unda обязательно ko'rikka olib kelib, bitta shu tekshirtirib ketinglar. Mana shu red flag desa bo'ladi.
agar injiqlik qo'shilgan va bola siymagan, haqiqatdan bir sutka davomida umuman tomchi ham siydik chiqmagan bo'lsa, обязательно nefrologga ko'rsatib, или qanaqadir pediatriylarga ko'rsatib ketishinglar kerak bo'ladi. Faqat o'zi emas, yoki o'zi qildirganinglardan bila olmasliginglar ham mumkin. Buyrak shikastlangani o'zingizda ko'rinmaydi. O'shaning uchun qonda ikkita buyrakning faoliyatini ko'rsatkichi bor. Kreatinin va mochevina. O'sha ko'rsatkichlar faoliyati uchun javob beradi. Bu qondagi zahar ko'rsatkichlari, o'sha zahar ko'rsatkichlari normadan oshib ketgan bo'lsa, bu ekstremniy holat hisoblanadi. Nefrologga murojaat qilish uchun. O'sha kreatin mochevina dedingiz. Ko'pchilik so'raydi, nima keragi bor kreatin mochevina topshirish MRTdan oldin. MRT или skanerlardan, tomografiya. MSKT. Tomografiyaga kirib chiqishdan oldin analiz topshirtirishadi deydi. U nima keragi bor? Kontrast. Pul ishlash yo'li deb o'ylaydi bir xil. O'zi nima aloqasi, nima farqi bor? Mana shu MSKT kontrast bilan agar sizlarga ko'rsatma bo'lsa, shifokorlar tavsiya qilgan bo'lsa, MSKT kontrast qilishni, bu butun dunyoda qabul qilingan narsa. Har bitta MSKT uchun ishlatilayotgan kontrast MRT emas, именно MSKT ning kontrasti buyrakni shikastlovchi modda bo'ladi-da. O'shaning uchun buyraklarni ishlayotgan darajasi MSKT dan oldin bilinishi kerak. Agar siz buyrak o'sha aytganimizdek jim a'zoda, buyrak o'sha nima deydi, bilasizmi, dunyoda aytgan bo'lsam 15% odam surunkali buyrak kasalligi bilan kasallangan, lekin u haqida o'zi bilmaydi. Ya'ni kim sizda hech qanaqa shikoyatingiz ham bo'lmaydi, men o'zimiz zo'r sog'lom 100% ga sog'lom deb odam yurgan bo'lsangiz bo'lasizda, buyragingiz kasal bo'lsa ham. Buyrak shunchalik jim demoqchiman. Oxirigacha na og'riq beradi, na даже o'sha oxirgi terminal bosqichida ham boshqa simptomlar bilan namoyon bo'ladi, og'riq bilan emasda. O'shaning uchun ikkita bo'lgani uchunmi sabab, ikkita pochka bo'lgani uchun bir-birini yo'q, undan emas. Agar buyrak отказ qildi desa, har doim tushunish kerak ikkita buyrakni. Bitta buyrakga отказ qilib, bitta buyrakga yashab qola olmaydi. Qondagi kreatinin, mochevina oshyaptimi? Ya'ni bu ikkita buyrakka javob beruvchi narsa bo'ladi-da. Ikkita buyrakni ichida bo'layotgan jarayon bo'ladi. Ya'ni tomografiyaga doktorlar qon analiz topshirib keling degani pul emas, ortiqcha pul ishlash uchun emas, u xavfsizlik uchun, xavfsizligingiz uchun. Chunki kontrast bu pochka tomonidan chiqarib yuborish kerak. Buyraklar chiqarish kerak. Agar buyragingiz mochevina kreatinini baland bo'lib ishlash foizi kam bo'ladigan bo'lsa, u kontrast chiqara olmaydi. U kontrast siz uchun toksik. Qozog'istonda yaqinda bo'ldik-da. Qozog'istonda nefrologiyani bo'limini ishi nimadan boshlanadi? Birinchi bo'lib radiologiyaga borar ekan ular. Har kuniga dejurni nefrologi bo'lar ekan, birinchi radiologiyaga boradi. Boshqa ishlardan xoli qolib, radiologiya bo'limiga boradi. MSKT ni kontrastni dozasini har bir patsient uchun hisoblab beradi. Ya'ni o'shani buyragini kreatinin mochevinasiga qaraydi, kontrastini dozasi uni buyragini ishlayotgan faoliyatiga qarab tanlanadi. O'shaning uchun bu juda ham muhim narsa. To'g'ri, endi hozirgi zamonda to'g'risini endi aytish kerak-da, Baxtiyor, bunaqa narsalar biznes meditsinada juda ham avjiga olib ketayotgan narsa. Bu bor narsa, hech kim bu narsa bilan sporlashmaydi. Nima deydi? Lekin shunaqa ko'rsatmalar bo'ladi. Vrach faqat sizni foydangizni o'ylaganda, o'zini standartlari, protokollari bo'lgani uchun bu narsa qilinadi. Faqat bu narsani ajratib olish kerak. Qayerda siz biznesga uchrayapsiz, qayerda siz haqiqiy vrachda o'sha oldini olib, qanaqadir toksik asoratlarni oldini olgan holatda sizga дополнительный analizlar yozayotgan bo'lishi mumkin. Keyin yana nimani aytmoqchi edimda, mana shu podkastga aytib o'tib ketdik shunaqa narsalarni. Bizda mana surunkali buyrak kasalligi, transplantatsiya, juda ham buyragi qurib qolibdi, o'tga Hindistonga ketdi, buyrak ko'chirib o'tkazibdi deydi. Bizda ham O'zbekistonda bor buyrak ko'chirib o'tkazish, даже jigar ko'chirib o'tkazish, yosh bolalarda ham bor qilinadi va bizani vrachlarga ishoninglar, aytmoqchi bo'lganim, chopib ketavermanglar Hindiston ekan, Turkiya ekan deb. Chunki o'sha Turkiya, Hindistonlarda ham biznesda bu narsa chet eldan patsient kelishi ular uchun katta biznes hisoblanadi. Shu yerda o'zim aytib o'tib ketmoqchi bo'lgan narsam, yaqinda shu narsani men свидетель bo'lib qoldim-da. Hindistondan kelgan vrach, nefrolog vrach, judayam musulmon hindlardan-da. Endi unda olib qarasa, qanaqadir bizga boshqacha tushuniladi. Musulmon desa, deydi, yaxshi odam, unaqa aytgan deb, musulmon hindlardan. O'sha odam bilan ko'rishdim, menga juda ham yaxshi odam bo'lib nima qildi, tanishtirdi o'zini. Endi men kattalarning nefrologi emasman-da, kattalarni ko'rmayman. O'shaning uchun kattalarnikini jo'natverdim o'sha nefrologga-da. Keyin o'shalardan anaqa kelishni boshladi-da, menga otziv kelishni boshladi. Maqsadi bu yerda vohma
qiladi sizga, voy deydi, O'zbekiston seni topa olmaydi deydi. U yoqqa jo'natadi. Elchi qilib bu yoqqa qo'yib qo'yishgan, bu yoqdan bu yoqqa yuborib turadi. Shu narsalardan ehtiyot bo'lishinglarni maslahat bergan bo'lardim. O'zbekistondagi vrach sizni bekorga anaqa qilmaydi-da. Mana masalan, to'g'ri, analizga yuborishi mumkin, tekshiruvga yuborishi mumkin, lekin uni maqsadi sizni qanaqadir chet elga jo'natib, nimadir qilib pulingizni olish bo'lmaydi-da, demoqchiman. O'shaning uchun baribir o'zimiznikilarni birinchi eshiting gapligisini, undan keyin chet eldagi mutaxassislar bilan maslahatlashing. Bu sizni huquqingiz, vrach tanlash sizlarning huquqinglar. Lekin shunaqa narsalar ham bor. Har doim ham Hindiston, Turkiya deyishsa, zo'r ekan tibbiyoti deb o'ylayvermanglar, adashishdan ehtiyot bo'linglar. Bu narsalar afsuski hozirgi shunaqa zamonda yashayapmiz-da. Shu narsani aytib o'tib ketmoqchi edim. O'zbekistonda ham buyrak transplantatsiyasi deyarli bir xil darajadami chet el bilan? Chet el bilan juda ham bir xil darajada deb ayta olmayman. Nimaga? Spetsialistlar emas, hamma spetsialistlarimiz juda ham malakali, biz Xitoyga ham chiqib kelishyapti. Hamma joylarda juda ham malakasini oshirib kelyapti hozirgi transplantolog vrachlarimiz. Faqat biz yengimiz bu sohada-da. Ya'ni o'sha Xitoy yoki mana Koreya davlatlari yoki o'sha Yevropa davlatlari bu narsa bilan 30 yil, 50 yil oldin boshlashgan bo'lsa, bu narsa bilan shug'ullanishni biz endi boshladik. Balki bizda 10 yil bo'lgandir. Unaqa yengi, unaqa nima deydi anu eski zo'r aniq bo'lib ketmagandirmiz, lekin yaxshi joylarda borib o'qib kelishyapti va eng asosiysi men o'ylayman, har bir vrachni nima deydi, ichki insof deydimi, qanaqadir bir shunaqa tuyg'usi bo'lishi kerak. Men o'ylayman, shu narsa tuyg'usi borki, shunaqa zo'r vrach bo'lsa ham O'zbekistonda ish faoliyatini yurityapti. Masalan, to'g'risi bu narsani ochiq aytish kerak deb o'ylayman. O'zbekistonda qolib ishlayaptimi, demak shu O'zbekistonga xizmat qilmoqchi, O'zbekistondagi patsientlarni ixlos bilan davolayapti deb aytaman. Endi hamma vrachlarga emas. Просто endi aytmoqchiman, transplantologlar juda ham talabi katta-da ularga. Любой joyga borib ishlab ketish mumkin edi demoqchiman-da. Fidoyi shifokorlar bor, lekin ular qadrlashmayapti bizdan kelib yetarlicha. Shunaqa. Bunaqa bo'lishiga sabab rostdan ham aytganingizdek, bu yoqda biznes yotadi. Masalan, menga ham bitta hind bir tanishim bor edi. O'sha hind tanishim kelib, Baxtiyor, agar transplantatsiya keladigan bo'lsa, agar bemorlaring bo'lsa, bemalol menga aloqaga chiqqin. Nimaga tinchlikmi desam, tinchlik. Agar transplantatsiya narxi aytaylik $20,000 bo'ladigan bo'lsa, men senga o'sha narxni 10% beraman. Bu juda ham katta narsa, vrachlar bilan shunaqa narsalar qilinadi. O'shaning uchun ham agar kimdirga aloqaga chiqib, buni transplantatsiya qilish kerak, Hindistonga yuboramiz. Juda ham zo'r vrachlar, juda ham ishonchli, ko'p yillik tajribaga ega, ya'ni o'zimizda bo'la turib chet elga taklif qilyaptimi, biling u yoqda sizda shilishmoqchi, ya'ni manfaat pul bor. O'sha narsadan ehtiyot bo'linglar demoqchiman-da. Birinchi O'zbekistondagi bir emas, mayli, men hamma O'zbekistondagi vrachlarni zo'r deb aytmoqchi emasman. Hali shunaqa etapdamiz-da biz. Endi mana rivojlanayotgan etapdamiz. Xudo xolasa yoshlarimiz ko'tarib yuborishadi tibbiyotimizni. Bu narsaga men chin dildan ishonaman. O'shaning uchun hozir shunaqa periodimizda ozgina ehtiyot bo'linglar, aldanib qolmanglar. Bu juda ham achinarli holat bo'ladi. Bizga ko'p keladi, Hindistonda qilib kelgan bo'ladi, lekin u Hindistondagi yoki Turkiyadagi vrachi уже bo'ldi. Pulingiz yo'qmi? Ularda ham xizmat ko'rsatilmaydi. Siz уже O'zbekistonga ketdingiz, yurtingizga qaytdingiz, faqat o'sha o'zbek vrachlariga borasizlar. O'shaning uchun ozgina aldanib qolishinglardan ehtiyot bo'linglar deydi. Mana shu transplantatsiya temasi ochilganida qiziq savol bor-da, shu buyragimni sotib iPhone olaman, buyragimni sotib olaman, kontrakt to'layman degan tema bor. Buyrag necha pul o'zi? Buyrakni narxi qancha? Buyrak bebaho desam, o'zingizlarning buyragingizni saqlanglar desam, kamroq chakinglar, kamroq ichinglar desam, anaqada. Yo'q, buyrakni mana bunaqa narsa butun dunyoda juda ham o'zgaruvchan bu narsa. O'zgaruvchan emas, mana har xil davlatning o'ziga yarasha qonuni bor. O'zbekistonga keladigan bo'lsak, O'zbekiston davlatida faqat siz qarindoshingizdan, yaqin qarindoshingizdan anaqani olishingiz mumkin, buyrakni. Yaqin qarindosh deganda hattoki sizni dvoyurudniy aka-ukangiz to'g'ri kelmaydi. Masalan, siz Baxtiyor bilan dvoyurudniysiz, Baxtiyorga masalan donor bo'la olmaysiz. Amakivachcha bo'lsangiz bo'la olmaysiz. Xolavachcha bo'lsangiz ham bo'la olmaysiz. Xolangiz bo'lsa bo'la oladi. Masalan, sizga xolangiz yoki amakingiz bera oladi, lekin uni bolasi bera olmaydi.
amakivachchangiz bera olmaydi, tushundingizmi? O'sha uzoq bo'ladi. Ya'ni bizda sotuvda ham yo'q, pochka Yo'q, unaqa qonuniy sotuv yo'q, sotib umuman olamiz. hattoki bizda decisive donor deydi, o'likdan transplantatsiya qilish ham hozircha yo'q, lekin bu narsa yo'lga qo'yilmoqchi. Endi agar yo'lga qo'yilsa, u narsani masalan avariya bo'ladi, kimdir o'sha paytda mana bo'ladi-ku, chet ellarda ko'rsatishadi-yu, avariya bo'lgandan keyin ota-onasi rozilik beradi, tam ikkita buyrakni bittasini unga, bittasini bunga, yurakni kimdirga, o'pkani kimdirga mana shunaqa berib yuborishadi. O'shunaqa holat endi yo'lga qo'yilsa kerak-ku bu narsa. Endi shuni ustida ishlanyapti adashmasam, lekin hozircha faqat tirik donordan, yaqin qarindoshdan. Mabodo shunaqa bo'lyapti praktikada, mana shu chetlarga chiqib, eshitdik Qirg'izistonga, Tojikistonga chiqib, u yerda xirurglar bor ekan, shunaqa чужой odamnikini ham qo'yib berar ekan. Masalan, sizni o'sha kimdiringiz bor, qo'shningiz bor, unga pul kerak, siz unga pul berasiz, donoringiz to'g'ri kelyapti, qon guruhi boshqasi to'g'ri kelyapti, u pul beraman deyapsiz, u sizga xo'p deyapti, chet elga olib chiqib ketishyapti-da ularni. Masalan, o'sha Qirg'izistonga, Tojikistonga, u yerdagi xirurglar o'tkazib beryapti. Lekin shunaqa holat bo'ldi, O'zbekistonga keldim, baribir O'zbekiston topdi u narsani, O'zbekiston ularni qamadi. Ya'ni javobgarlikka tortildi. Ishonasizmi, hattoki buyrak bergan ham, buyrak olgan ham, vrach ham hamma shu narsada aralashgan hisoblanadi jinoiy ishga. Bu jinoiy kodeks, bu bilan hazillashmanglar. Hatto bemorni ham qamashadi. Bemor ham ketgan. Chunki pul aralashgan, boshqa narsalar, bu juda ham katta narsa, qonunga xilof narsalar. Bunda nima deydi, qonun bor. Qonundan chetga chiqish вообще hozircha qonunimiz shunaqa, yaqin qarindoshdan, tirik donordan olish mumkin. Odam bitta buyrak bilan necha yil yasha oladi? Bu ham bitta savol. Bitta buyrak bilan odam 100 yil ham yashashi mumkin, lekin hech qachon bitta buyrakli odamni ikkita buyrakli odam bilan solishtirib bo'lmaydi. U baribir bitta buyrakli bo'ladi. Ya'ni kim o'sha buyrak ikkita buyrakni vazifasini bajara oladi, 100% ga bajara oladi, lekin mana bunaqa narsada u buyrak, masalan, ikkita buyragingiz sizni 60 yoshdan keyin deyapmiz-ku, ishdan chiqadi, sekin boshlanadi qarish jarayonlari. U bitta buyrak esa balkim 55 yoshda, balkim 50 yoshda уже charchaydi. Tushunasizmi? Shunaqa narsa. Shu hisobdan ikkita buyrak bilan yashagan odam bitta buyrak bilan yashagan odam bilan tenglasha olmaydi deb aytishadi. Lekin bu degani yaqin qarindoshingizga donor bo'la olsangiz, donor bo'lmang degani emas. O'sha buyragingiz xizmat qilib beradi sizga 100 yil, xavotir olmang. Aytib qo'ydi-da. Shunaqa odamlar bor-da. Donor bo'lishdan qo'rqmanglar. To'g'ri, bu operatsiya, boshqa narsa, lekin shu odamga sizni yordamingiz tega oladimi? Demak, o'sha nima deydi, bering o'sha yordamni va o'sha buyragingiz bilan ham Xudo bergan umrni 100 yillik bo'lsa 100 yil bo'lib yashayverasizlar. Bitta buyragi bilan faqat chet elda qanaqa rekomendatsiya beriladi? Travmadan saqlanish. Ya'ni kimdir yuragiga urib qo'ymasin. Bizda o'g'il bolada shu narsalar bo'ladi-da. Bitta buyrak bilan tug'ilgan bolachalar kelishadi-da. Nima qilamiz? Voy, bitta buyrak ekan deyishadi. Birinchi ishi agressiv sport turlarini chegaralash. Ya'ni taekvondo, boshqa urush, burishlar, bokslar, o'sha narsalarni chegaralash bo'ladi. Aprikot berib qo'ysa. Chunki boshqa o'zi eng yoriluvchi a'zolar bu jigar, selezyon-ku, buyrakda. O'shaning uchun shu narsalardan ehtiyot bo'lasizlar, ko'p suv ichib yursin, to'g'ri hayot tarzini kechirsin. Bo'ldi. Mana bu buyrakda toshlar bo'ladi-ku. Bir marta toshim tushirayotganimda bittasi rekomendatsiya berdi. Buyrakni oson tushirmoqchi bo'lsang, vannaga issiq suvni to'ldirganda, yoningga 1 litr pivani qo'yganda, pivani ichgin, sani toshing tezroq tushadi deyishdi. Bizda bu qanchalik haqiqatga yaqin bu narsa. Men o'zimcha o'ylayman-da, shu haqida pivani bilmayman qanaqa ta'sir qiladi bu narsaga. Vidimo suvdek ta'sir qilsa kerak, suyuqlikda baribir. Suyuqlik ichganda. Issiq vannaga tushganingizda nima bo'ladi? Gladkaya muskulatura расширяться qiladi-yu. Issiq vanna shuni beradi-da. O'sha mushaklar bo'shashadi. Sidik nayida ham o'zini mushaklari bor-da. O'sha mushaklar kengayishiga olib kelsa kerak. O'sha kengaygandan keyin siz bu odam pivo ichyapsiz, u suvni vazifasini bajaryaptimi? Siydiruvchi vazifani bajaryapti-da. U bu odam bosim o'tkazadi o'sha tiqilib qolgan toshga. Sal kengayganda balkim ko'chish yengillashadi. Mantiqan bu narsani shunaqa tushuntirsa bo'ladi. Lekin o'zi shunaqa dorilar bor, sal kengaytirib beradigan. Keyin mana shu tosh ko'chirish metodlaridan bitta zo'r aniq eshitdim. Agar odam bu pochkasida tosh bo'lsa, buyragiga tosh bo'lsa, Amerikan sigorka attraksionlar bor-ku. Shunaqaga chiqsa, anaqa teskariga uchadi, bunaqa bo'ladi, tez harakatlanadi. Shu pochkasi tushib ketadi, ya'ni toshi tushib ketadi deb eshitganman haqiqatdan. Toshning razmeriga bog'liq aslida. Toshning razmeri agar katta bo'lmasa, haqiqatdan o'sha sidik naydan o'tuvchi diametri позволять qilsa shuni o'tishini, haqiqatdan biz ham aytamiz, shunaqa rekomendatsiya beriladi. Borzinidan 10 marta tushib deydi, harakat sakra deydi. Tushishi uchun bu narsa gravitatsiya hisobiga-da. Ya'ni bor gap. Ya'ni bor gapda.
gravitatsiya hisobiga tortish kuchi-ku baribir pastga tortiladi-da u narsa. O'sha silkinganda, sakraganda u narsa bo'ladi. Hattoki bilasizlar, mana ko'pirish haqida gapirganingizda, ortostatik proteinuriya degan narsa bor-da. Ko'pincha o'g'il bolalarda, o'smir yoshda bo'ladi. U narsa yotgan bolada bu ertalabki siydigida bo'lmaydi-da u narsa. Turib obedga payti yeb bergandan keyin oqsil chiqaveradi-da. O'sha turib yurishiga, ya'ni o'sha stand positioniga bog'liq-da, o'sha turgan pozitsiyasiga bog'liq narsa bo'ladi. O'sha ortostatik proteinuriya deyiladi. Bu lekin yaxshi kechuvli normal holat hisoblanadi. Hattoki sportsmenlar ham sakrab upражнение qilganinglardan keyin ham borib siydik tahlili topshirsangiz sizlarda oqsil chiqadi. Chunki u o'sha elakda silkitab elakni nima qilsangiz oqsil bir ikkita chiqib ketishi mumkin. Bitta yana shu bolalar nefrologiyasiga qaytsak, bitta savolim bor. Ko'p onalarni, ota-onalarni qiziqtirsa kerak. Birinchi tug'ilgan bola qachon birinchi marta o'sha hojat chiqarish kerak, peshob chiqarish kerak. Aytishadi, men eshitganman, yangi tug'ilgan bolalarning pochkasi yaxshi ishlamaydi hali. Birinchi, ikkinchi kunlar pochka ishlamaydi. Shuning uchun ularga unaqa ko'p suyuqlik ham berib bo'lmaydi. Onasining suti ham shuning uchun kam bo'ladi deyshadi. O'sha qanchalik to'g'ri? Keyin o'sha o'ylayman, agar rostdan ham shuna kam bo'lsa, hozir bizda raddomlarda semeslar berib suv bilan qo'shib berishyapti. O'sha zarar bo'lib qolmaydimi bolaga, agar bolaning pochkasi boshida ishlamasa haqiqatda? Bolaning pochkasi o'zi paydo bo'lgandan beri ishlaydi. Onani qornida o'zi ishlaydi. Onani qornida o'zi siyishni boshlaydi bola. Qanaqasiga o'sha amniyotik suyuqlik bor-ku, qornida suvning ichida yotadi-ku. O'sha suvni yutgandan o'zini hojatini o'zi ichib yotadi. Hammamiz shunaqa bo'lganmiz qachondir. Lekin keyin ota-onamizga gap qaytaramiz. Lekin aslida shunaqa, o'sha amniyotik fluid bu o'sha urination-da o'zi siyadi, ichadi, shunaqa narsa. Shunaqa narsa, o'shaning uchun buyrak o'shanda o'zi ishlayotgan bo'ladi. Agar buyuragi mabodo o'sha ishlamagan bo'lsa, o'sha onani qornida o'sha amniyotik suyuqligi kamligidan, mana shunaqa narsalardan bilinib qoladi. Ya'ni o'sha hali tug'ilmasdan siyishni biladi u bola, lekin to'g'ri, nefronlar juda ham yetilmagan bo'ladi. Nefronlar soni ham yetilmagan bo'ladi. Buyrak shunaqa a'zoki, biz o'sha aytamiz-ku, mana hamma u narsa soni 5 ta barmog'ingiz bor, oyog'ingizdagi 5 ta panja ham hammasi paydo bo'lib tug'ilasiz. Quloqingiz ham 2 ta bo'lgan bo'ladi hammasi, lekin buyrakdagi hujayralar o'sha eng asosiy zahar chiqarishni ta'minlovchi hujayralarning soni yetilmagan bo'ladi hali. Ya'ni kim buyrak tug'ilgandan keyin ham soniga ko'payadi. Xuddi shu qulog'ingiz 2 ta emas 3 ta bo'ladi, 4 ta emas 5 ta bo'ladi. Xuddi shunaqa rivojlanishni davom ettiradi. Rivojlanishni davom etadi. 2 yoshgacha, oxirigacha buyrak 2 yoshda o'sha rivojlangan bo'ladi. Shungacha ham juda ham buyrakni saqlash kerak va birinchi siyish haqida so'radingiz. O'sha aytdim, o'sha qornida bo'ladi. Bu yog'iga esa nimaga kam sut keladi? O'sha narsa aytib qo'ydim. Endi bu gastroenterologga ko'proq, lekin pediatr bo'lgan uchun aytib o'tib ketaman. O'zi o'sha onaning sutini kam chiqishida bu juda ham katta bir anaqa yotadi-da. Ha, ma'no bor. Chunki bolani qorni mana shundoqqina bo'ladi, oshqozonida. O'sha suti va onani o'sha 1-2 tomchi chiqqan sutini o'zi bilan to'yadi aslida u narsa. 7 grammi bo'ladi. 7 grammgina oshqozoni bo'ladi o'sha chaqaloqni. O'sha 1-2 tomchi suti onani yetadi. Endi suv bilan perigruska qilib olmasa kerak. U baribir noto'g'ri deb o'ylayman. Raddomlarda smes bilan ovqatlantirishni. Agar onani suti vaqtida haqiqatan kelmayotgan bo'lsa, to'g'ri, endi ozgina smes berib turishga to'g'ri keladi. U bola qonni ochib ketadi, shunaqa narsalar bo'lishi mumkin. Endi bu sharoitga qarab. Shunaqa. Birorta smeslarni o'zi pochkaga ziyoni yo'qmi? Hech qanaqa bu bo'yicha ilmiy ishlar yo'qmi? Oddiy sog'lom bola uchun hamma smeslar to'g'ri kelaveradi. Buyragiga nimasi yo'q, lekin surunkali buyrak kasalligi bo'lgan bolachalar bor, chaqaloqlar bor. Shunaqa tug'ilgan ular surunkali buyrak kasalligi bilan, surunkali buyrak kasalligi deganda har doim tushuniladi, ikkita buyrak tushuniladi va o'sha buyrakni zahar chiqarish xususiyatini shikastlanganligi tushuniladi. Ya'ni o'sha bolachada buyragi yaxshi ishlamayapti, zaharni yaxshi chiqara olmayapti degani. Shu kasallik surunkali buyrak kasalligi hisoblanadi. Va shunaqa bolalar tug'iladi va u bolachalar uchun alohida chet elda eritmalar bor, o'sha smeslar bor. Alohida ular uchun smes sostavi boshqacha bo'ladi. Ya'ni belok kamroq bo'ladi ularda, belokning xususiyatlari boshqacharoq bo'ladi. Chunki surunkali buyrak kasalligi bo'lgan odamlarga oqsil chegaralanishi kerak. O'sha oqsilga ham taalluqli narsa. Agar buyragi sog'lom bo'lsa, hamma oqsilni perirobotka
qilib bera oladi. Lekin buyragingiz surunkali buyrak kasalligi bo'ladigan bo'lsa, oqsil nagruzka hisoblanadi. Dializdagi bemorlar yoki surunkali buyrak kasalligi bo'lgan bemorlarga oqsilni chegaralangan parhez tutadi ular. Ya'ni ularga go'sht yeyish, bunaqa oqsilga boy mahsulotlarni yeyish mumkin emas bo'ladi. Lekin yosh bolaga emas. Yosh bolada surunkali buyrak kasalligi bo'lsa ham oqsil normasini baribir olish kerak. O'sha smeslarda shunaqa qilinganda sostavi. Ham normasini oladi, ham buyrakka nagruzka bo'lmaydi. Lekin u smeslar juda ham qimmat, hali O'zbekistonga kirib kelmagan, ming afsus. Lekin o'sha keyin mana shu tuzli narsalarni ham zarar deyishadi. Haqiqatda zararmi tuzli narsalar buyrakka, ayniqsa bolalarga tuzli narsa berolmaydi deyishadi. Bir xili beradi, bir xili bermaydi. To'g'ri, endi tuz opet-taki xuddi shunaqa narsa, sog'lom buyrak uchun tuz muammo emas, lekin tuz baribir zarar deb tushunish kerak. Zarar emas, tuzni ham me'yori bor-da. O'sha 3-5 gramm kuniga normalniy tuzsiz ham ovqat yeb bo'lmaydi, tuz ham kerak odamga-da. O'sha tuz kerak-da o'zi organizmga. Lekin haddan ziyod tuz ham, sho'r ham bu o'sha qon bosimi ko'tarilishiga olib keladi, organizmda suv yig'ilishiga olib keladi. Shu xususiyatlarda tuz yig'ilishiga olib keladi. Shu xususiyatlaridan kelib chiqadigan bo'lsak, to'g'ri, hamma narsa me'yorida yaxshi-da o'zi. Nima yana aytib o'tdim? Bolalarga tuz berishchi, hozir aytishyapti, bolalarga 1 yoshgacha, 2 yoshgacha tuz berish umuman mumkin emas deyishyapti. O'shani bolalar 6 oydan keyin qo'shimcha ovqat berishadi-ku ularga. Shu qo'shimcha ovqatga tuz qo'shish mumkin emas deyishyapti. Keyin o'sha yerdan qaynana akalar urushib qolishyapti. U tuz qo'sh deydi, bu tuz qo'shmayman deydi. Qaynana tuz qo'shib ketadi, akalar yo'q, qo'shish mumkin emas edi. Qanaqasiga u qanaqa bola qanaqa yeydi, u bemiz ovqat o'zing yeysanmi deyishadi, keyin tuz qo'shib ketishadi. To'g'risi qaysi? U narsa nima bilan bog'liq? Natriyni anaqasini almashinuvga bog'liq-da. O'sha aytganimizdek, o'sha buyragi ozgina yetilmagan bo'lgani uchun hali oxirigacha chiqara olmaydi-da u narsani. O'shaning uchun tuzni kamroq bergan yaxshiroq. Kichkina bola uchun tuzni baribir bizaga sizlar yegandek bermagan yaxshiroq. Bu degani umuman tuzsiz 0 bo'lsin demayman, lekin nima deydi, baribir tuzni o'rtani olish kerak. Ha, kamroq bergani chaqaloqga agar endi qo'shimcha ovqat qo'shayotgan bo'lsanglar, baribir tuzini pastroq qilib beraveringlar. Chunki prosta u hali o'sha buyragi o'sha 2 yoshdan keyin bemalol kattalar bilan bir xil yesa bo'ladi. Ungacha yetilmaganligini hisobiga. Bu degani tuzini bersangiz bo'ldi, nimadir qilib ziyon qilib qo'ydingiz degani emas. Masalan, vdruk o'sha ovqatni yeb qo'ydimi, bu degani vohma qilib nimadir qilish kerak degani emas. Yebdi, hech narsa qilmaydi, buyragi sog'lom. Yetilib to'g'irlab ketadi hamma narsani. Ya'ni o'rtasini olib turib, kelini qaynona ham kelishib turib, o'rtasi kamroq tuz. Ko'p tuz emas, kamroq. Juda tuzsiz ham qo'yish kerak emas. Buyrak bu issiqlikni asosiy tanada hosil qilib beruvchi, tanani issiqligini saqlab turuvchi organ. Buyrakni issiq tutish kerak. Qancha buyrakni issiq tutsang, shunchalik senda kasallik kamroq bo'ladi degan narsa bor. Lekin termoregulyatsiya bu bizada bilamizki, bosh miyada, gipotalamusda joylashgan bo'ladi. O'sha muzday suv ichsang, buyuraging sovib qoladi. Muzday suv ichsang deydi, buyuraging shamollab qoladi, chunki buyrak oshqozonning orqa tomonida joylashgan ekan. Ya'ni ichganingda o'sha yog' o'sha buyrakka o'tar ekan. Muzday suv ichsa, pochka shamollaydi degan yengil ochaymi sizlarga desam, muzday suv ichsangiz ham bilasizmi, oshqozoningizga to'g'ri borgunicha ilib tushadi. Ilib bo'ladi demoqchiman. To'g'ri, shuncha muzday issiq suvdagi darajada ilimasa ham baribir og'iz bo'shlig'iga tushganda o'sha ilishni boshlaydi-da u narsa. Ilib, sekin oshqozonga yetgungacha ham ilib oladi o'zida. Juda bir anaqa, undan xavotirlanish kerak emas вообще. Endi muzday suv ichgani tomoq og'rishi bilan bog'lashsa agar, tomoq og'rig'i bilan ham o'zi bog'liq emas, tomoq og'riganda muzday suv ichishinglar normalniy. Prosta tomoq og'rib anginani, poststreptokok glomerulonefrit shunaqa kasallik bor yoki postinfeksion glomerulonefrit deymiz. O'sha infeksiya tushib qoladi tomog'iga. O'sha infeksiya buyrakka asorat beradi deb aytamiz. Bu aslida nima deydi, infeksiya borib buyrakka o'tirmaydi. Muzday suv ichib qo'ygandan boshqa muzday suv bilan вообще aloqasi yo'q. Prosta tomog'inglar og'rib qoldi, qanaqadir infeksiya bo'ldi. To'g'ri, o'sha bola yo 2-3 kundan keyin, yo 2-3 haftadan keyin qon siyib yuborishi mumkin. Ishib, qon bosimi ko'tarilib ketishi mumkin. Lekin u kasallikning muzday suvga aloqasi yo'q va u kasallik faqat o'sha infeksiya bilan bog'liq bo'lgani uchun, shunda ham bo'lsa o'sha infeksiyani o'zi borib o'tirmaydi buyrakka. U infeksiya bizani immunitet bilan kurashadi-ku. Immunitet adashtirib qo'yadi. Buyrakning hujayrasi bilan
o'sha virusni hujayrasini yo o'sha bakteriyani hujayrasini adashtirib qo'ygani uchun bir-biriga o'xshashlik bo'ladi-da. O'sha genomida bakteriya o'sha virusning genomiga o'xshashlik bo'lgani uchun immunitet adashtirib qo'ygani uchun buyrakka hujum qilishni boshlaydi. O'sha virus yoki o'sha bakteriya deb o'ylaydida. Oddiy xalq tilida tushuntirganda-da. Undan kelib chiqadigan kasallik u narsa, lekin uni oldini olish afsuski imkoni yo'q. Siz o'sha payt to'g'ri davolasangiz ham, tomog'ini og'rishini, o'sha anginani to'g'ri davolasanglar ham buyrakka asorat beraman desa, baribir beradi. U narsani afsuski oldini ola olmaysizlar. Ya'ni tomog'i og'rigani uchun pochkasiga o'tib ketishi mumkin. Buyragiga o'tib ketishi mumkin. O'tib ketishi mumkin. O'sha o'tib Asorat ketishi mumkin. bu immunitetingizga bog'liq. O'sha individual sifatda bu narsa. Immunitetingiz qanaqa ishlasa, shunga bog'liq. Chunki hamma bolani tomog'i og'riydi, lekin hamma bola ham qonsiyib, glomerulonefrit bo'lib qolmaydi-da. Shunaqa narsa. Hozir aytyapsiz-ku, tomog'i og'rishi sovuq suvdan emas, sovuq suv aloqasi yo'q, bo'lmasam qatdan. Men o'ylardim, masalan, sovuq suv ichsa immunitet tushadi, shunaqa gaplar, muzda edida immunitet tushadi, o'shaning evaziga infeksiyalar kirib ketadi degan. Ba'zilar aytadi, Antarktidada hech kim shamollamaydi, chunki u yerda bakteriyalar yo'q deyishadi. Shu nima sabab tomoq og'rig'iga? Muzdek suv haqiqatda aybi bormi? Sabab infeksiyada, yo virus, yo bakteriya tushadi va tomog'inglar o'shandan og'riydi. Sovuq suvdan og'rimaydi, yo boshqa sovuq havodan og'rimaydi. Sovuq havoga ham chiqishga shunaqa qilib qo'yishadi bizda mana hozir qishlar qorlar yog'ildi-ku, nafas ololmaydi-ya shu bechara, shu sharfni shunaqasidan o'rab tashlagan, nafas yo'q. O'sha bolani naborot infeksiyaga to'ldirib tashlashyapsizlar. O'sha shirstino sharfni ichida qancha infeksiya o'tiradi. Iltimos unaqa ishlar qilmanglar. Ochinglar, u nafas olsin. To'g'risida. Chunki u narsa noto'g'ri. Sovuq havodan ham unaqa bo'lib qolmaydi, infeksiya tushib qolmaydi. Infeksiya hamma joyda bor. Sovuqmi, issiqmi, hamma joyda bor. Naborot o'sha shirstino sharflarning ichida ko'p virus, bakteriyalar o'tirgan bo'lishi mumkin, siz bilmaysiz. Keyin nimadan tushadi deb so'rayapsiz. Qishda ko'payadi, ko'pincha gripp qishlar mavsumi. Shuning uchun odamlar shunaqa bog'laydi-da, qish keldi, sovuq keldi, infeksiya ko'paydi. Sovuq havodan deb o'ylashadi. Lekin aslida bu noto'g'ri. Sovuq havodan emas, bu govjum joyda o'tiradi odamlar. Masalan, sovuqda siz xonaga kirib o'tirishni yaxshi ko'rasiz, issiq joyga o'tirishni yaxshi ko'rasiz-da. Issiq joyga hamma kirishni boshlaydi. O'sha ostanovkada ham hamma odam bor yoki pana joyga boradi, yomg'ir yog'adi, boshqa qiladi-da. O'shanda bir-biridan yuqadi u infeksiya. Odamdan odamga o'tadigan narsalar-da bu narsa. O'shandan yuqib ketadi. Gripp sezoni o'shanda boshlanadi-da. O'shaning uchun maska deb bekorga aytilmaydi. To'yxonalarda, govjum joylarda bo'lgandan yuqadi yoki торговый sentrlarda. Yozda esa hamma ko'chada bir-biridan uzoqlashish kerak. Hamma isib ketyapti-da, to'g'risi. Shunaqa narsa. O'shaning uchun ham nima qilmaysiz? Zato ichki ketishlar ko'payadi. Masofa saqlamagan uchun bo'lar ekan. Covid paytida masofa saqlang, 2 metr, 1,5 metr masofa saqlang deyishdi. Demak, qishda biz bir-birimizga pingvinlarga o'xshab yopishib yaqinroq yashaymiz, shuning uchun infeksiya aylanveradi-da. То есть sirkulyatsiya zo'rda infeksiya uchun. O'tdan o'tga o'taveradi. Sovuq havoni aybi yo'q. Sovuq havoni iltimos ayblamanglar. Keyin anaqa bo'lib qoladi-ku, bir xil bolachalar tomog'i anaqa qilib qolib, nafas ola olmay qoladi-ku, как nima derdi bu narsani? Krup bo'lib laringit bo'lib qoladi-ku. O'sha paytda sovuq havo qaytanga yordam beradi. O'sha kasalgada tez oynani ochib, toza havo sovuqqa nima qilsa, ozgina tinchlantiradi mana bu anaqalarni, bronxlarini-da. Shuning uchun sovuq havo bilan bog'lamanglar, sharflar bilan bo'ylab tashamanglar. Tabiatga qarshi chiqish kerak emas ekan. O'zi tabiat bizani shunaqa yaratgan, tabiatda yaralganmiz, shu davrgacha shu holatga kelganmiz. Biz endi uy-joy qilib, issiq sharoit qilganimizdan keyin nimagadir tabiat aybdor bo'lib qoldi, lekin aslida anaqada severniy stranalarda, оказывается, o'sha shimoliy joylarda anaqada oldingi zamondan boshlab ular shunchalik sovuqda o'rgangani uchun yaxshi ko'rishar ekan sovuqni-da. Chaqaloq bolasini kolyaskada ko'chaga qo'yib uxlatishar ekan. Shuni Instagramda ko'ruvdim-da. Balkonga qo'yib qo'yishadi, balkonga qo'yib qo'yishadi. Qattiq uxlar ekan o'sha bolada. Yaxshi kiyintirishadi kolyaskasi bilan shu ko'chaga quyosh tushsin deb aytishadi, ya'ni vitaminda quyosh bo'lsin deb qo'liga qo'yib qo'yishadi. Ha, shunaqa. Sovuqdan qo'rqishmaydi. Qahraton qishda kolyaskada yotibdi deb bola shuning uchun iltimos sovuqni unaqa demonizировать qilmaylik deydi. Rasmlarni ko'rganman oldingi zamonda. Buyuragi ham sovuqda. Balkonga qo'yib qo'yishadi. Balkonda bunda oynani oldida bizda hozir konditsionerlar shotkasi bor, shunga o'xshagan balkonga bunda bolasini qo'yib qo'yadigan joy bo'lgan ekan. Bolasini balkonga qo'yib qo'yishgan. Shunaqa eski rasmlar bor. Sovet paytlarida ham shunaqa ishlar qilishgan ekan. O'shaning uchun shapkalar haqida fikringiz qanaqa bo'lmasam? Mana raddomda o'zi e'tibor bersanglar. Umuman bolalar emas, umuman kattalar ham kiyishadi shapka. Masalan, men qator yigitlar shapka kiyib yursa, sovuq deb qulog'im sovqotmasin,
qulog'imga sovuq kirib ketmasin, shamollab qolmay deb ham shapka kiyishadi. Yoki buvilarimiz aytadi, boshingga kiy, san shamollab qolasan. Mingit bo'lasan. San mingit bo'lasan deyishadi. Bunga fikringiz Nima qanaqa? qiladi? Yo mingit точно bu shapka kiymaganinglardan, yo boshinglarni yuvmasdan, ho'l sochinglar bilan chiqib ketganinglardan mingit bo'lib qolmaysizlar. Unaqa deb o'ylamanglar, Amir iltimos. Temur demak sog'dan meningit bo'lib qolmagan. Men shapka kiygan Amir Temur shapkalari Uni ham bo'lgan. shunaqa deyishadi, o'sha sovundan olib sog'dan ketgan meningit mingit bo'lib. Podshohlar shapkasiz yurmagan lekin. Yo, undan emas. Iltimos meningitni va shu bilan bog'lamanglar. Meningit o'sha narsa to'g'ri, o'sha опять-таки shunaqa holatda. Men sizga bitta interesный narsa aytib beraman. Xo'jayinim har doim shapka kiyib yuradi. Bir xilda ensam qotib ketadi, to'g'ri, shapka so. Ensam men вообще shapka kiymayman, yomon ko'raman shapka kiyishni. Sochim buzilib ketadi, boshqa narsada. Menga ham shapka kiydiradi, bolalarga ham shapka kiydiradi. Jahlim chiqadi o'sha paytda. Keyin bir payt urishdim bir galda. Shapka kiyish shart emas. Можно не одевать эту шапку, не обязательно deb aytaman-da, ko'chga kiymadi bir galda. O'sha payt ertasi kunigami har gal shunaqa shapka kiymasdan chiqib ketgan bo'lsa, ertasi kuniga keladi, sochim og'riyapti deydi. Keyin aytdim, sochingiz og'riyotgan bo'lsa, siz dedim psixический больницаga borishingiz kerak. Chunki sochingiz og'rimaydi. Soch og'rimaydi deb aytdim. Yo'q, ochiq gap. Sizni sochingiz og'riydimi? Masalan, sochda sochim pain og'rimaydi. retseptori yo'q. Pain retseptor og'riq yo'q. O'lik xo'jayin. Sochim og'riyapti, san qilding, men shapka kiymadim, o'shaning uchun sochim og'riyapti, durdi. Keyin tushundim nima og'riyotganini-chi. Soch og'rig'i bo'ladi bizda, ishoninglar, psix emas desam. Lekin soch og'rig'i men tushundimki, unda xuddi shu narsa belingni shamollatib qo'ydi, skvoznak boshidagi gapdan boshlanib ketyapti-da. Hozir keladigan bo'lsak. Bu yerda anaqalar bor. Follikulalar, sochni ham ushlab turuvchi. O'sha yerda nerv tolalari bor-da. Shuning uchun unga tuyuladi, işte sochi og'riyapti uni. O'sha nerv tolalari anaqa qilib qoladi deb o'ylayman. Nima deydi? Nevralgiya, miozit bo'lib qoladi deb o'ylayman. O'sha narsaga aloqasi bo'lsa kerak. Keyin ko'pincha erkak kishilar sochi to'kiladi-ku. O'sha soch to'kilayotgan paytida hali o'sha tushib ketgan sochni o'rni follikulasi ochiq va bitmagan bo'lib turadi-da. O'sha paytda balkim shunaqa aloqasi bordir. Men shunaqa mantiq topdim-da bu narsadan, chunki sochim og'riyapti deb sochlar to'kilish bor-da ularda. O'sha men o'ylayman, o'sha follikula to'kilgandan keyin o'sha follikula bitmasdan qolib ketadi. Yangi soch chiqmaydi-ku ularda. Как это? Alopetsiya bor-ku erkaklarda shunaqa. O'shaqa narsada o'sha qolib ketganidan o'sha joylar vaspolitsiya qilsa kerak deb o'ylayman. Не воспаление тоже. И опять-таки o'sha og'riydi, nerv og'rigan. Nevralgiya какой-то bersa kerak, diskomfort. Og'riyapti, sochim og'riyapti. Men ham lekin har doim shapka Lekin unaqa shapkadan meningit, unaqa narsalar, iltimos u narsalar. Meningit faqat bakteriya virusdan bo'ladi. Meningit u bakterial etiologiyali bo'ladi yoki bakteriya uyg'otadi yoki virus. Virus uyg'otadi. O'shaning uchun faqat infeksiya sizni qanaqadir shamollashga olib keladi. Boshqa yuqadi meningit ham, to'g'ri? Shunda bitta odam havo tomchi. To'g'ri, havo tomchi orqali yuqadigan infeksiya. Agar bu yuqmaydigan, boshni shapka kiymagandan yoki yuvib shapka kiymasdan chiqib ketgandan bo'ladigan bo'lsa, u kasallik yuqumli kasallik hisoblanmas edi. Yuqumli kasallikmi? Demak, uni qo'zg'atuvchisi faqat infeksiya, virus yoki bakteriya bo'ladi. Bu narsani ehtiyot chorasi infeksiyadan qutulishni, masalan, mana o'sha shamollashni ham aytdik-ku. Bizda masalan nefrologiyada immunosupressiyada ko'p kasallarimiz, nefrologlarni ko'p bemorlar immunosupressant dorilarda, ya'ni immunitetni tushirib yuruvchi dorilarda ishlatiladi. Ko'pincha nefritlar autoimmun kasalliklar. Qachonki o'sha immunitetingiz o'zingizga qarshi o'sha tomoq og'rigandan ham o'sha aytdim-ku, immunitet adashtirib qo'yadi dedim-ku. O'sha ham как autoimmun jarayonda. O'shanaqa kasal bo'lgani uchun biz immunitetni tushiradigan dorilarda yuramiz. U kasallar yillab o'sha dorilarni ichadi-da. Lekin u kasallikga ham men har gal aytaman, shamollamaslik kerak ular. Shamollasa qiyin kechadi. Chunki immunitet pastda yuribdi. Vaksinatsiya. Grippga qarshi vaksina oling deyman. Bu yil grippga qarshi vaksina. Men o'zimni mana nima deydi, tajribamdan kelib chiqib aytaman. Bu narsa ham dalillarga asoslangan protokollarda bor va o'zimni kasallarimda ham qaysi biri o'sha grippga qarshi vaksinatsiya olgan kasal, hattoki o'sha immunosupressiv dorilarni ichib yuradi, yillab ichib yurgan bo'lsa ham o'sha kasal bo'lmaydi. Gripp kasaliga uchramaydi-da. Ya'ni o'sha ketma-ket shamollash, isitma kruglогодично chiqmaydi-da. Bir xillarning boshichi kasaldan-da. Bolamning immuniteti past deyshadi. Immuniteti past emas uni. U prosta o'sha narsaga adaptatsiya bo'lyapti. O'sha narsani xohlamasangiz, unda vaksinatsiyada yo'li. Yaxshiyamki bizda shu ma'lum bir infeksiyalarga, ma'lum bir kasalliklarga qarshi vaksinalar ishlab chiqilgan. U narsalar qanchadan qancha
hayotlarni saqlab qolyapti, kasalliklarni kamaytiryapti. Shuning uchun vaksinatsiyadan Meningitda ham qo'rqmasliklarini. vaksinasi bor edi-da, Da, meningokokka vaksinatsiya bor. U endi inflyuenzadan qiladi. Mana HIP vaksinatsiya bu meningitga qarshi yosh bolalarga qilinadi. Demak, vaksina olgan bo'lsa, shapkasiz yuraversa bo'ladi, faqat choch to'kilib ketishi mumkin. Shunaqa. O'zi vaksina o'zi kalendar bo'yicha olinadi. Tug'ilgandan boshlab o'sha kalendari bor. O'sha u 16 yoshgacha ham qilinadigan kalendar bo'yicha olinadi. Lekin men aytayotgan gripp vaksinasi u har yili qilinadigan vaksinatsiya. Chunki har yili shtammi o'zgaradi. Anaqasi o'zgaruvchan-da ular. Har yili olinsa. Qaysi yo'q, chunki har yili olinsa demak biznes. Yo'q, biznes emas. grippni shtammlari u RNA virus hisoblanadi, RNK virus. RNK bu DNKda stabilniy molekula emasda, ya'ni nuklein kislota DNKda emas, chunki unda riboza bor. U ko'proq mutatsiyaga uchraydi, ko'proq o'zgaradi. Shuni hisobiga ham koronavirus yoki bo'lmasa bir yil oldin olgan vaksina srok o'tib qoladi. Boshqa o'sha o'zgarib keladi uni anaqasi. Geni o'zgarib keladi-da, shtamm o'shanga qarab. Genini qayerdan aniqlashib olishadi, o'shan genini chiqmasdan. Ular anaqa bo'ladi, uni spetsial laboratoriyalar ishlarkan bu haqida bunda. O'sha H1, N1 lar deydi-ku, o'sha shtammlar qaysi shtamm kutilayotganligini ular prognoz qiladi boshidan. Keyin o'sha shtammga qarshi vaksinatsiya qilinadi. Vaksina ishlab chiqariladi. Ya'ni o'tgan yilgi vaksinangiz bilan, masalan, shu o'tgan yildan qolib ketdi o'sha vaksinangiz. Bu yilga o'tmaydi o vaksinangiz o'sha. Ming ishlatilmagan bo'lsa ham. Chunki o'zgarib keladi. Ya'ni bosh viruslar o'zgarib ketdi o'sha. Anaqa deydi-yu, variability anaqasi bo'ladi-yu. Gen. Именно shu o'zgaruvchan bo'lgani uchun. Hamma vaksinatsiyalarda unaqa emas. Masalan, o'sha gepatit gepatit B ga vaksinatsiya olamiz, 1, 2, 3 marta olamizmi? O'sha vaksinatsiyalarda unaqa o'zgaruvchan bo'lmaganligi uchun ham ular ha deb qilavermaydi. Gripp ko'p uchragani uchun, gripp hammada bo'lgani uchun, ko'p bo'lgani uchun mutatsiyasi ham ko'p bo'lsa kerak. Har xil variantlar chiqib kelaversa kerak. O'zi grippni ham o'zini bir 10 tacha virusi bor-da, gripp qo'zg'atuvchi. O'sha biz vaksina olamiz, faqatgina o'sha bittasiga-da. Bu degani grippni olding degani grippdan boshqa bo'lmaysan degani emas. Ha, shuni ham tushunib yetish kerak. Buni xalq tushunishi kerak. Masalan, gripp olib yana gripp bo'lib qolishingiz mumkin. Siz degani o'sha 10 tadan bittasida bo'lmaysiz, lekin qolgan 9 tasida bo'lishingiz mumkin. Va o'sha 9 tasi sizda yengilroq o'tadi va bittasida umuman bo'lmaydi, ya'ni xavfliroqdir, umuman bo'lmaydi. O'sha narsani ham hisobga olib qo'yish kerak vaksina olayotganda. Demak, biza kasallikni o'zi avvalo davolashimizdan oldin, davolashdan ko'ra desak bo'ladi. Biza uni oldini olganimiz yaxshiroq. Ya'ni siz kasallikni oldini ola olasiz. Xavfli kasalliklar, masalan, aytishimiz mumkin meningit yoki aytishimiz mumkin gepatit, aytishimiz mumkin mana gripp, bular katta asoratlarga olib kelishi mumkin. Ya'ni bularni davolash sizga ancha qiyinroq va ancha qimmatroqqa tushadi. Undan ko'ra bitta usuli bor, ya'ni bulardan xalos bo'lishni, bu oldini olish va oldini olish uchun albatta vaksinalarni vaqtida olish kerak. Vaksinani o'zini kalendari bor. Respublikamizda Sog'liqni saqlash vazirligini o'zini kalendari ishlab chiqqan. 2 oyligida, bola tug'ilganda 2-kun, 1-kun qanaqa vaksina qilish kerak, 3 oyligi, 4 oyligi, 6 oyligi, 8 oylik hammasi bor. Bu haqida balki bilmoqchi bo'lsangiz, meni Instagram sahifamda ham bemalol kirib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Biz har birini bolani oyliklarga bo'lib 3 ta video qilib chiqarganmiz, bemalol ko'rishingiz mumkin. Va vaksinani hech qachon qoldirmang. Podkast oxirida bitta savol bermoqchiman. Men mana shu savolni boshqa mutaxassislardan so'ramoqchiman. Nefrologlar uchun, nefrologlar hammaga aytish kerak, hamma bilish kerak bo'lgan, nefrologiya sohasida hamma odamlar bilish kerak bo'lgan, lekin nefrologlar ko'pincha aytmaydigan ma'lumot qaysi? Shu bitta ma'lumot bor, odamlarga kerak o'sha ma'lumotni bilish, lekin ko'pincha nefrologlar aytmaydi. Buyrak mana sohasi juda ham murakkab sohada o'zi. Buyrak sohasida ishlatiladigan dorilarni ro'yxati ham juda ham chegaralanganda. O'sha haqiqiy dalillarga asoslangan effekti bor dorilarni ro'yxati juda chegaralangan va sizda agar nefrologik kasallik bo'lsa, bu dorilar jiddiy dorilar hisoblanadi-da. Lekin sizga agar mana keldingiz, nefrologga keldingiz deylik, masalan, yozib beryapti. Masalan, hozir men aytib o'taman-da shu dorilarni: Uralesan, Fetalizin, Kaniferon, Lespifril, Ketosteril, shunaqa dorilar yozib berayotgan bo'lsa, bu umuman bir tenga qimmat dori. O'sha ishqilib umuman bir tenga qimmat. Demak, u vrach o'sha nima deydi, nima dori yozishni bilmagandan yozgan dorilar deb hisoblayman. Chunki umuman dalillarda yo'q, hech kim ishlatmaydigan dorilar. Eslab qolinglar, o'sha ketosteril ham, lespifril ham rosa qimmat dorilar, lekin ular ishlatilmaydi. Ularga uni bilasizmi qanaqa keltirishadi? Surunkali buyrak kasalligida o'sha
qondagi kreatinin mochivini oshib ketgandan keyin mana shu mochivini kreatinini tushiradigan dori deb aytishadi. Agar mochivini kreatinini shunaqa dorilar bilan tushirish yo'li bo'lganda edi, hech kim buyrak ko'chirib o'tkazish anaqasini o'ylab topmagan bo'lardi-da. Buyrakni tiklab olish imkoni bor ekan, buyrak tiklanmaydigan a'zo. Menga afsus buni aytib o'tish kerak. Agar buyragingizda sizga tashxis qo'yildi, surunkali buyrak kasalligi, ya'niki o'sha kreatinin mochivini doimiy ravishda oshib yuryaptimi, demak bu narsani orqaga tiklash imkoni yo'q. Agar bu narsani orqaga tiklash imkoni bo'lganda hech kim dializni o'ylab topmas edi, hech kim buyrak ko'chirib o'tkazishni topmas edi. Shuning uchun iltimos unaqa sodda bo'lib, shu dori kreatinini tushirar ekan, yo mana shu osma ukolni olsam kreatin tushirar ekan deb aldanib yurmanglar. Lekin shunaqa ko'p qilishadi, kapelnitsa olishadi, 10 kun lecheniya olib kapelnitsa olib chiqadi. Kapelnitsa olgandan keyin rostdan ham o'sha kreatinin tushgan bo'ladi. Ya'ni qonda masalan 200 qancha gramm kreatinin bo'lgan bo'ladi-da, 10 kundan keyin kreatinin 100 qanchaga tushdi deydi. Men bilan keladi, mana tushdi-ku deydi, kapelnitsadan san tushmaydi bu narsani deydi. Bu shunaqa narsaki, kreatinin o'ynaydiganda, qonda o'ynaydi. Siz qonni suyultiryapsiz, kreatinin konsentratsiyasi kamayadi-da, tushunyapsizmi? Xuddi bir stakan suvga deylik 10 qoshiq shakar soldingizmi yoki 1 litr suvga o'sha shakarni soldingizmi? Shunaqa narsa-da, suv bilan bosgandan keyin u narsa ma'lum bir miqdorda kamayadi-da. Suvga nisbatan kamayadi. Ha, suvga nisbatan kamayadi. Gipervolemik holatga olib keladi-da ularni. Ya'ni gipervolemik deb aytolmaymiz, u baribir konsentratsiyasini tushiradi. Faqatgina bu aldamdakasiga tushgani bo'ladi. Kreatinlarni aldanib qolmanglar. Unaqa yo'llari yo'q va dalillarga asoslangan dorilarni qo'llanishinglarni maslahat bergan bo'lardim. Bu uchun dalillarga asoslangan tibbiyot bilan ishlaydigan vrachga borishingiz kerak bo'ladi. Hozir tibbiyot ham bo'linib ketganda, har xil preventivlar, tam badlar, bir nimalar. Vrachlar hozir mana bunaqa o'sha bo'linib olgan. Agar bilsanglar, Instagramda ham kuzatsanglar, mani Instagramga kirsanglar, вообще anu yarый anti-preventive vrach, короче, nima deydi, bo'linib olgan. Preventiv integrativ shifokor plus 10 mingta davolangan bemorlar bir nimalar deyaptimi, bu уже reklama, bu уже marketing degani. Men shunaqa deb o'ylayman-da. Bu degani men hamma o'sha yerdagi vrachlarni yomon ekan deb aytmoqchi emasman. Instagram sahifa olib borish yaxshi, dalillarga asoslangan ma'lumotlar bo'lishi juda ham yaxshi, lekin o'sha dalillarga asoslangan vrachlar har doim dalillarga asoslanib gapiradi. O'zi gapida o'zi aytadi, dalillarda yo'q, доказательная медицина deydi, evidence-based medicine deydi. O'sha narsani o'zidan Instagram sahifasini ajrata olsanglar bo'ladi. Preventiv, integrativ 95 ta badni yoki dorini sizga reklama qilyaptimi, demak bu vrachdan qochishingizni maslahat berardim. Dalillarga asoslanmagan va bu vrachni tagida aslida biznes yotadi. To'g'risida. Chunki dalillarga asoslangan dorilarni o'zi kam, unda olib qarasada, u vrach doridan pul qila olmaydi. Dalillarga asoslangan vrach. Ikkita dori yozsa, ko'p pul qila o'sha ikkita dori yozsa, o'sha nima deydi, o'sha dori kelib u foydasini beraman senga demaydi o'sha vrachga, bilasizmi? Dalillarga asoslangan dorilar reklamaga kam ishlaydi. Chunki baribir ketadi-da, usiz iloji bo'lmaydi. To'g'ri. Tushunasizmi? Masalan, nefrologiyada shunaqa. Tushunasizmi? U dorilar o'zi xaridor shundoq ham bor. Unga qanaqadir reklama qilib, kimdir uni aytishi, yozib berishi shunaqa. Shuning uchun adashmanglar, shifokor tanlashda dalillarga asoslangan vrach o'zi aytadi, men shunaqa доказательный vrachman deydi. U dori kerak emas deyaptimi? Demak, o'sha dori sizga haqiqatan ham kerak emas. Va shu narsani aytib o'tib ketmoqchi edim. Mana podkastga chaqiribsizlar. Koreyada bo'ldim, masalan, ko'p rivojlangan davlatlarda bo'ldim, Londonda bo'ldim, boshqa qildim. Hech qayerda apteka uchratmaysiz-da. Uchratasiz o'sha aptekani-da. Juda ham kam joylarda apteka uchratasiz va aptekani 95% anaqalar bilan to'ldirilgan bo'ladi. Har xil anaqalar. Plasterlar, suvlar, nimadir boshqa narsalar, lekin haqiqiy ishlaydigan dorini uголочка kam bo'ladi, kichkintagina joy bo'ladi. Va faqatgina retsept bilan borasiz, o'sha anaqaga borasiz. O'sha aptekani topishingiz ham qiyin bo'ladi o'zida. Даже больницаlarning oldida ham aptekalar kam bo'ladi. Bizda esa O'zbekistonda qatga qarama apteka. Bitta o'rtog'im Yevropada yashaydi, eri yevropalikda. Faqat rus tilida gapirishadi, o'zbek tilida umuman xabari yo'q-da. Bizda ingliz tili, lotin tili kiritilgan. Hamma joyda dorixona deb yozilganda, u aytibdi, anaqa dil deyapti, qarayapti-da, endi ayoliga qarab aytibdi, "У вас такой крутой бренд, оказывается, да?" Dorixona называется. Ko'p eshitganman shu narsani. Shunaqa deyapti, "Это крутой бренд, оказывается, везде Dorixona" deyapti. Shunaqa deyapti-da, yo'q rostdan. Вот, keyin hayron bo'ldim-da, men deb, voy, dilim ham qotyapti-da. Bitta professorim aytdi-da, O'zbekiston emas, O'zbekistonga aloqasi umuman yo'q. Shu nima qilsangiz ham bo'ladi, o'zib tashlaylik bu joyni. Tibbiyotni
davlatdagi tibbiyotni darajasi o'sha dorixonalar soni bilan belgilanadi. yoki intervetsion uzr yoki preventiv ishlar yoki bo'lmasa integrativ tibbiyot xodimlari bilan ham belgilanadi. Shunaqa. Doriksonni mana ko'p eshitganman. Kim chet ellik kelsa bundoq qaraydi Doriksonni, o'zi zo'r brend ekan, pul tikish kerak, investitsiya qilish kerak Doriksonniga qidirib qolishadi anaqa S&P'larni o'sha treyderlarni o'zini indekslari bor, o'shalarda Doriksonlar qidirib qolishadi. Haqiqatan pul tiksa bo'lar ekan Doriksonga. O'sha dorixonalarning soni ko'pligini ham afsuski tibbiyotimiz hali unaqa darajada rivojlanmaganligidan dalolat beradi. Agar haqiqatda tibbiyot zo'r ishlayotganda odamlar o'sha kasal bo'lib dori olishga muhtoj bo'lmasdi. O'z vaqtida oldi olinib va yengil asoratlar bilan kechardi. Bu darajada ko'p bo'lmasdi. O'sha badlarni dorixonaga ham hozir kirsangiz bad sotadi. Juda badlar ko'payib ketgan. Вообще ehtiyot bo'lish kerak bu narsa bilan. Bu narsaga qanaqadir men o'ylayman qonun doirasida chegaralanish kiritilishi kerak deb o'ylayman. Bu mening fikrim, chunki o'sha buyrakdan ham, jigarga ham juda ham katta zarari bor-da bu narsalarning. Endi bu narsalar yetib kelyapti. Endi mana Amerikada isbotlanyapti, что unaqa narsa amerikanskiy ekan, Amerikada ham sotilar ekan deyshadi-da. Shunaqa savol beriladi-ku sizlarga ham. Lekin u Amerikada ham bu degani hammaga yoziladi bu narsa, hamma ichadi degani emas-da. Amerikada ham har xil odam, oddiy odam bor, o'zi borib sotib oladi o'sha narsani-da. Dori vrach yozib beradi degani emas-da bu narsa. Badni yomon tarafi, badni biznesini yomon tarafi, o'tda badda Amerikada biznes, badni o'zi katta biznes. Badni yomon tarafi, badlarni hech kim ustida uni tadqiqot o'tkazilmaydi. Tadqiqot o'tkazib keyin ruxsat berilmaydi. Har bitta dori deyilgan bo'lsa, tibbiy dori bo'lsa, uni ustida tadqiqot o'tkaziladi. Birinchi hayvonlarda, keyin odamlarda, keyin kichkina guruh odamlarda, keyin katta odamlarda tadqiqot qilib, keyin odamlarga bergandan keyin 5-10 yil kuzatib, keyin uni chiqarishadi. Badlarda shu qiyin protsess aylanib o'tiladi. O'shaning uchun hozir bad chiqarish juda oson bo'lib qolgan, oson pul bo'lib qolgan. Shuning uchun mana shu gapingizda zo'r bitta anaqasi chiqarsa bo'ladi-da. Doridan qo'rqish kerak emas, baddan qo'rqish kerak degan narsa bo'ladi-da. O'zi aslida-da dori qancha tekshiruvdan o'tib, qancha anaqalarda tekshirilgandan keyingina dori nomiga sazovor bo'lgan dori hisoblanadi-da. Bad esa hech qanaqa tekshiruvdan o'tmaganligi uchun dori nomiga sazovor bo'lmagan bir tabletka desa bo'ladi-da. Shunaqa dori nomiga sazovor bo'lish kerak. To'g'risi-da. Tekshiruv kam bo'ladi, badda tekshiruv ancha kam bo'ladi. O'zim mana shu yaqinda eshitib qoldim, klassik bilan preventiv. U preventiv meditsina bor ekan, klassik bor ekan. Men uni bilmasdim. Keyin men gapirib chiqdim. Klassik meditsina deysa, men xayolimga nima ekan? Preventiv doktorlar bor ekan, klassik doktorlar bor ekan. Meni klassikka kirgizib qo'yishdim. Evidence based desam, evidence based bilan klassik deyishyapti. Klassik vaqt qanaqa ta'sir qiladi? Dot takoy skripkalarni ovolarsa, kasasha, skripka chaladigan naqtirib. Hozir men xayolimda shunaqa klassik shunaqa. O'zi aslida tibbiyot unaqa bo'linmaydi menimcha. Bo'linmaydi. Hamma shifokor vazifasi oddiy klassik shifokor ham, preventiv shifokor ham vazifasi kasallikni oldini ololmagan kasallik bo'lsa davolash. Uni hech kim hozir bo'la olmaydi bu narsa. Klassik shifokorlar kasallikni oldini olmaydi, ular faqat kasallik tuzatadi degan gap bo'lib qoldi, lekin aslida bunaqa emas. U vashi noto'g'ri narsa. O'zi preventiv vrach hamma joyda bor. Preventiv vrachlar bu dalillarga asoslanib qilinadigan narsa. To'g'ri turmush tarzi, kuniga 10,000 qadam, chakmaslik, ichmaslik, mana shu preventiv vrachning vazifasi. Shu narsani kuzatib, shu narsani nazorat qilish o'sha patsientni o'sha preventiv vrachning vazifasiga kiradi. 95 ta bad yozib, jigaringizni toksikologicheskiy tozalanish, zaharlarni chiqarib tashlash, yuvib tashlash, bu hammasi ahmoqona mrakabesiya deb aytiladi rus tilida. Bu shamanizm, tabiatga qarshi chiqish. Ming afsus, bizda unaqalar ko'payib ketyapti hozir. Shunda mana bemorlarga, hozir bizdan ko'rayotgan odamlarga oson bo'lishi uchun belgilarini ayting. Mana biz odamlar bilmaydi, odamlar tibbiyotda 6 yil o'qimagan. Qanaqa qilib mana ikkita doktor turibdi, ikkita shifokor turibdi. Bu bittasi haqiqiy evidence based isbotlarga, dalillarga tayanadigan shifokor. Bu shunchaki isbotlarga tayanmaydigan, farm kompaniyami ishlaydigan, ko'p dori yozadigan, qattan bilsa bo'ladi. 3-4 ta belgisini ayting, odamlar shunga qarab bilib olsin. Birinchisi, mana yaqinda men shunaqa narsaga ham nima deydi, amin bo'ldim, ko'rdim, свидетель bo'lib qoldim. Tekshiruvlar soni. Dalillarga asoslangan vrach sizga keraksiz bo'lgan tekshiruvlarni yozmaydi. Agar sizga masalan tekshiruvlar soni juda ham ko'p bo'lsa, spiska qilingan bo'ladi tekshiruvlar sonida. Uni ham, buni ham, u defitsit bo'lishi mumkin, bu defitsit bo'lishi mumkin, buni deydi. Sizni shikoyatingiz nimadir shikoyat bilan borasiz, masalan vrachga. O'sha shikoyatingizga asoslanib, vrach nimaga kerak? O'zi shu narsani filtrlab olish uchun kerak. Bu tekshiruv kerak emas, bu tekshiruv kerak deb. O'sha tekshiruvlar soni ko'p bo'lishidan birinchi bo'lib farqlab olsa bo'ladi. Keyin u vrachlar
ko'pincha men amin bo'laman 90% holatlarda xususiy klinikalarda o'tirishadi. Kichkina xususiy klinikalar ochib olishadi, o'sha yerda o'tirishadi. Katta davlat markazlari yo'q, katta profilni xususiy klinikalarda unaqa vrachlarni uchratmaysizlar. Ular kichkina mana shu domlarning tagida klinikalar ochib olishadi, hijom mana shunaqanday joylarda o'tiradi, lekin klientlari deydi, klient deyishadi, o'zi patsient deyishmaydi. Ularning guruhiga kirsangiz, klient deyishadi. Marketingi yaxshi bo'ladi, Instagrami zo'r sahifa, o'sha 10+10 mingta davolangan shunaqa narsalar bo'ladi. Sahifasida обязательно va o'sha tekshiruvlar soni juda ham ko'p bo'ladi va yozib bergandan keyin davolashi ham etapli, qanaqadir etap davolanish rejasi tuziladi va kamida bir 7-8 tada, u 7-8 ta emas, 10-15 ta dori yozilgan bo'ladi. Dori emas, o'sha doriga sazovor bo'lmagan bat yozilgan bo'ladi. To'g'risi, o'shandan farqlab olish mumkin. Bunaqa doktor bo'lsa, qochinglar deydi-yu. Bigi Lola, Bigi degan film bo'lardi, o'shanaqa Bigiti. Ya'ni isbot bilan ishlaydigan shifokorlar kam, iloji boricha kam yozadi dorilar. Da, iloji boricha polipragmaziya degan narsa bor. Biz har bitta dorini bir-biriga o'zaro ta'siri bor. U har bittasi hisoblanadi. Vrach bekorga 10 yil o'qib vrach bo'lib qolmaganda, har bittasini taroziga solib chiqadi. Uni bersam, bu bilan qanaqa o'zaro ta'sir ko'rsatadi, bir-biri bilan nima bo'ladi? Shularga qarab, 3-4 ta dori maksimum yozgan bo'lishi mumkin. Sizga ana shu vrachni tekshiruvlarni ham mantiqan to'g'ri, shikoyatingizga asosan qilingan tekshiruvlar bo'ladi. Har bitta tekshiruvni sizga tushuntirib bera oladi. Nima sababdan shu tekshiruvga boryapsiz? Nima sababdan shu qon analizi oldi va uni sizga to'g'ri interpretatsiya qilib bera oladi. Ya'ni bemorlar so'rash kerak ekanda, bemorlar bu analizni nima sababdan yozdingiz degan savolga ular javob bera olishi kerak. Albatta, bemorlarning o'sha tibbiy madaniyatini oshirish maqsad shu podkastingizda ham shu narsa bo'lsa kerak. Sizni haqqingiz bor. Qaysi analizni va qaysi tekshiruvni nima uchun qilayotganingizni tushuntirib berish kerak u vrach. Nima olasiz bu tekshiruvdan keyin, sizga nima bo'ladi, qanaqa tekshiruvingizga, davolanishingizga yordam beradi. Shu tekshiruvdan keyin nimani olasiz? Ya'ni bizda bemorlar buni so'ramasligining sababi betga choparli deb o'ylashadi. Ya'ni bizda o'zim ko'p kuzatganman, men o'sha shifoxonada registraturada ishlardim. Bemorlar jahl qilib, baqir-chaqir qilib kelishadi. Meni o'chirtim o'tib ketdi, sen meni o'chirtim turib olding, baqir-chaqir qilib kelishadi. Dunyoni buzib yuborishadi. Shifokor oldiga kelganda spokойно, o'tirib olishadi. Unaqa qilib birinchi sinf bola o'qituvchisini oldiga kelgandek o'tiradi. Nima desa shu doktor deb o'tiradi. Keyin nimaga shu so'raganman, bittasidan nimaga shu doktor oldida ham shu xarakteringizni qilmadingiz desam, u hozir unga nimadir xarakter qilsa, menga yomon dori yozib yuborsa-chi, shuncha pul to'lab kiryapman, menga jinicha analiz yozib bersa-chi yoki men просто ko'rmasdan boring chiqarib yuborsa-chi deb shuni qo'rqishadi. Bu gapingizdan bilasizmi, xususiy klinikada registraturada o'tirgansiz. Chunki davlat markazida unaqa emas. Davlat klinikalarida juda ham kam miqdorda ular pul to'lashadi. To'g'ri, qancha ko'p pul to'lasa, shuncha qadri bo'ladi o'sha vrachni, lekin davlat markazlarida vrachning eshigini tepib kirib chiqishadi. Shunaqa afsus, shunaqa narsalar bor. Lekin o'sha xususiyga boradi. O'sha bad yozib beruvchi ham xususiyda o'tiradi. Tekshiruvni nima maqsadda so'rayapsiz? Siz xususiydamisiz, siz davlat markazidamisiz, farqi yo'q. Sizni haqqingiz bor. Nima uchun shu tekshiruvga ketyapsiz va shu tekshiruvdan siz nima olasiz va interpretatsiyasini ham qilib berish kerak. Shuncha tekshiruv qilib kelgan bo'lsangiz ham to'g'ri interpretatsiya qilib berish kerak doktor. Shunaqa analizlar ko'raman-da, strelkalar qo'yib tashlagan bo'ladi. Bu tepaga ko'tarilib ketgan, bu pastga ko'tarilib. Vaholanki, referens значенияsiga qarasangiz to'g'ri, u narsa oshgan, u narsa pastda bo'ladi. Lekin bu kasalning o'zida norma bo'ladi. Ya'ni bolani normasi referens значениyalarda yozilmaydi-da. O'shaning uchun iltimos shu narsalarga ham e'tibor beringlar. To'g'ri interpretatsiya qilish degani o'sha referensdan, o'sha yonidagi normadan, chegarasidan chiqdi degani bu обязательно noto'g'ri degani emas. Normadan normani har xili bor. Yosh bola uchun norma har xil. Sizni laboratoriyangiz o'sha normani kattalarnikini qilib berib qo'yadi ko'pincha. Ya'ni bemor shifokordan so'rashi norma. Bu hech qanaqa shifokorlarga og'ir botish kerak emas yoki shifokorlar buni to'g'ri qabul qilishadi. Albatta, bu so'rash sizlarning huquqinglar. O'shaning uchun har bitta analizinglar nima uchun qilinganligi va sizlarga u narsa nima manfaat berishini albatta so'ranglar. Ya'ni qo'rqmanglar shifokorlardan. Shunaqa. Bizni qo'rqishadi. Yoshligidan shifokorga olib borsam, doktor orqangga ukol qilib qo'yadi, doktorga olib boraman. Orqaga ukol qilish mumkin emas, bilasizmi? Yosh bolada hech qachon внутримышечный именно orqaga ukol qilish mumkin emas o'zi. Chunki sedalishni nerv o'tgan bo'ladi. Siz qanaqa o'tganligini, anatomik qanaqa joylashganini bilmaysiz va u juda ham travmatik, bolani doktorlardan qo'rqitish anaqasi. Chet ellarda u narsa faqat privivka uchun ruxsat berilgan yoki ekstrenniy holatlar uchun, masalan, epinefrin, norepinefrin, anafilaktik shoklarda qilinishi
kerak bo'ladigan shotlar borda o'zini Dumbaga ukol qilishmaydi chet dumbaga ukol qilish kerak nima bilan emas. qo'rqitishadi uni mana bu bolani? sirop turgan joyda ukol qilishmaydi. Bizada sirop turibdi, tabletkachalar turibdi, bizada ukol qilishadi. Sirop turgan joyda, alternativalar turgan joyda bilmadim nima uchun ukol qilsa yaxshiroq ta'sir qilishadi deb o'ylashadi, lekin u narsa unaqa emas. Mushak orasiga qilingan ukolingizni ta'siri ichganingizning ta'siri bilan deyarli bir xil hisoblanadi. To'g'ri, venaga qilish u boshqa narsa. Uni endi statsionar sharoitda qilish kerak. Kapelnitsa borib osma ukolni qilib kelishinglar ham juda ham noto'g'ri. Uyga osma ukol qilish uchun doktor chaqirishinglar, medsestralar chaqirishinglar ham juda ham noto'g'ri narsalar, juda ham xavfli narsalar. Любой o'sha sizga antibiotik qilinayotgan dorini, antibiotik ko'pincha qo'yishadi, ichadigani bo'ladi. O'sha ichadiganini iltimos qiling doktoringizga. Siropi ham bor, siropdan tomoq og'rib qoladi degan gap bor biladi bizada, bilasizlarmi? Siropdan laringit bo'lib qolmaydi, tomoq og'rib qolmaydi. Undan xavotir olmanglar. Yoki tabletkasini yo siropini iltimos qilinglar yozib berishini, bolanglarda travma bo'lmaydi. Hadib nina, ukol qancha o'zinglar masalanda. Detskiy travmalarimiz O'sha bekorga bo'lgan ekan. Mana sizda bor ekan o'sha travma desam. Ukol yig'lab chiranib, yosh bolalarga qilish mumkin emas. Shunaqa. Shaxsiy tajribamizda ham ko'p uchratganmiz, o'zimizni yaqinlarimiz orasida ham bor. Masalan, kechasi uxlaganda yoki bo'lmasam kunduz kuni ko'proq kechasi bu katta yoshli qizlarda ham yoki bolalarda ham juda ham kam hollarda bolalarda albatta, ya'ni ishtoniga siyib qo'yish holatlari. Bu haqida fikringiz qanaqa? Shunaqa dolzarb muammo, to'g'risi zo'r bo'ldi shunaqa savol berishgani, chunki bu narsa o'sha siyib qo'yadigan bola umuman sog'lom bo'lishi mumkin yoki xuddi shu siyib qo'yayotgan boshqa bola buyrak nima deydi, qurib qolishigacha ham olib keladigan holat bo'lishi mumkin-da. Shu narsani ajratib bila olish juda ham muhim. Men hamma o'sha ota-onalarga murojaat qilgan bo'lardim. Agar bolada qanaqadir siyib qo'yish odatlari bo'layotgan bo'lsa, e'tibor beringlar, iltimos, o'g'il bolami, qiz bolami, farqi yo'q. Ishtoniga qarab turinglar. Tomchi chiqib ketish holatlari yokida ich qotish holatlari bilan ko'pincha birgalikda ketadi bu narsalar. Yoki o'sha ichini axlatini ham chiqarib qo'yib yuborish holatlari bilan kuzatiladi bu narsalar. Hatto bir tangadek umumiy olganda tomchi bo'lsa ham bir xil turishligini almashtirib qo'yadi, ota-onasiga yetmaydi, qo'rqadi. Shunaqa holatlarni kuzatinglar. Shunaqa holatlar bo'layotgan bo'lsa, albatta urolog va yoki nefrologga borib tekshirtiringlar, buyraklarni uziy qildiringlar, siydik tahlili topshirtiringlar. Chunki bu holatlar o'sha buyrakdagi rivojlanishda tug'ma nuqsonlardan ko'pincha kelib chiqadigan holat va o'sha qovuqni yaxshi ishlamaganligidan dalolat beradi. Lekin faqat kechasi uxlaganda bo'layotgan bo'lsa bu narsa, faqat kechasi, mana 10 yosh, 13 yosh qattiq uxlaydi, faqat kechasi kunduzi zo'r yuradi, hech qanaqa ich qotish yo'q, hech narsa yo'q. U narsa esa boshqa holatda. Shunda ham bo'lsa, shunaqa siyib qo'yish odati bo'ladigan bo'lsa, iltimos urolog va nefrologga uchranglar. Faqat nevropatologga boravermanglar. Nevropatologlar bu narsalar bilan juda ham kam shug'ullanadi va bu narsalarda o'zi nevropatologga borishinglar kerak emas sizlar. Sizlarni vrachinglar urolog yoki nefrolog bo'ladi. Bunaqa siyib qo'yadigan bolalar bo'layotgan bo'lsa, siyib qo'yish, siydik qo'yib yuborish, enurez deymiz. O'sha holatlarda malakali urolog va nefrolog bo'lsa, sizga sababini ham topadi va u narsani to'g'ri davosini ham beradi. Kelganingiz uchun kattakon rahmat. O'zimiz ham maza qilib ko'p narsalarni gaplashdik. Bemorlar ham zo'r ma'lumotlar. Bemorlar, ota-onalar maza qilishdi. O'ylaymizki, hayotiga ham tatbiq qilib boshlaydi, o'zini haqqini talab qilib boshlaydi. Doktorga bemalol nima uchun bu analizni yozdingiz, nima uchun bu dorini yozdingiz deb so'ray oladi. Bugundan boshlab barchaga kattakon rahmat. Keyingi sonimizda qaysi kasb egasini, biza taklif mutaxassisini taklif qilishimizni xohlaysiz, qaysi yo'nalishdagi, o'shani yozib qoldiring. Agar ism familiyalar bo'ladigan bo'lsa, batafsil yozib qoldirsangiz, qaysi klinikada ishlashigacha biza albatta chaqirishga harakat qilamiz. Rahmat. Salomat bo'ling. Ular bilan hali battle qilamiz, battle. Rahmat kattakon Nodir opa.